Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu aziz do'stlar. Texnikalik masala tufaylidan programmamizni bu şekilde davom qilishga majburmiz. Hammanglarning xabari bor. Tungilardan 2 kundan beri Tayland turmusida yetayotgan şu Uyg'ur qarindoshlarimizningki şu zulmga chidamasdan haqsiz shaklda shu yerda yetayotganligiga qarshilik bildirib turmadan qochganlik xabari butun dunyodagi Uyg'urlarni o'ylanishga, Uyg'urlarning harakatga o'tishiga sabab bo'ldi. Biz shu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultayiningki muhojirlarga mas'ul bo'lgan Mehmet To'xta efendim bilan bu muhojir qarindoshlarimiz to'g'risida balki shu turmadan qochgan qarindoshlarimiz to'g'risida bir programma qilaylik deb bugun tez bir shaklda uni maslahat qilgan bo'ldik va hozir programma qilish uchun bu ekronni ochdik aziz do'stlar. Mehmet To'xta efendimni men hozir ekranga taklif qilaman va suhbatimizni davom qilamiz do'stlarim. Tufaylidan ma'lum nimalarmi bo'layotidi, qiyinchiliklarmi bo'layotidi, ekranda ko'rinmagan bor. Yaxshimi? Yaxshi bo'lmaganlik uchun ekranimiz ochilmayotidi. Assalomu alaykum. Ovozim bormi? Ovoz kesilib kelyapti. Va alaykum assalom. Hammasının ovozlari yaxshi. Biz bu şekilde davom qilaylik hozircha. Bo'ladi. Hozir qarindoshlarimiz bizni ko'rib turibdi, ekranda xatlar yozyapti. Biz bu şekilde davom qilaylik chunki internetimiz biroz yaxshi bo'lmaganligi uchun bu şekilde davom qilishga majburmiz. Özleri Dünya Uyghur Qurultayiningki bu qitimliq saylanda demokratik şekilde saylanıp çıkan şu dünyadaki Uyghur muhacirlarınki mesulü bulaş süpetleri bilen bu qitimliq şu Tayland turmusidagi Uyghur qarindoshlarımızın turmadan qichish vaqasiga nihoyat jiddiy yaqindan diqqat qilayotganliklari ma'lum. Undan boshqa bugungi dunyoda muhojirlar nima ish qilamiz, qandaq bir faoliyatlarni o'rinlashtiramiz va muhojirlarning kelgusi to'g'risida jiddiy xizmat qilayotgan bir shaxs. Şoň bugungi programmamizda şu aldı bilen şu qiziq nuqta bo'lgan necha kundan beri Taylandning turmusida şu zulmga chidamay Tayland turmusidan qochgan qarindoshlarimiz to'g'risida sizningki so'zlarini anglab baqsak. Ko'p rahmat. Aldı bilen dunyoning har qaysi yerlaridagi qarindoshlarimizga hurmat va salomimni yo'llayman. Şuna bilen bo'libmi Taylanddan turmusidan hozir qochib Malayziyada nima qilarini bilmay tashqi dunyodagi Dunyo Uyg'ur Qurultayi boshliq Uyg'ur qarindoshlardan yordam kutib talmirib turayotgan qarindoshlarga sabr tilab so'zimni boshlayman. Bu qarindoshlarning turmadan qochganlik xabari darhol xalqaro matbuotlar tarafidan xabar qilindi. Dünya Uyg'ur Qurultayi bu xabarni olgandan keyin Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi hurmatli To'lqin Iso efendi ve Dünya Uyg'ur Qurultayi ijro komitetining raisi hurmatli Ömer Qanot efendi ve dunyoning har qaysi joylaridagi mush ishga ko'ngil bo'lgan qarindoshlarimizning o'rtaq tirishchanligi bilan dastlab qadamda ikki turli xizmatlarni qilyapmiz. Birisi bu qarindoshlarni sağ salamet bir xotirjam bir yerda saqlatish, ya'ni bularni Malayziyalık yoki Taylandlik saqchilarning qo'liga tushmaydigan bir yerda saqlatish. Shuning uchun o'zimizda bor bo'lgan aloqalashadigan dunyoning shu taraflaridagi qarindosh tashkilotlar va jamoatlarning yordamiga murojaat qilib, o'sha qarindoshlarimizga mumkin bo'lgan yordamlarni hozircha berish, ta'minlash. Yana bir jihatdan o'sha qarindoshlarimizning navoda hozir ikkisining tutilganlik xabari bor. Saqchilar tarafidan Malayziya tarafdami yo Tayland tarafdami toza aniq emas. Bu qarindoshlarning Xitoyga qaytarilmasligi haqida Amerika, Kanada va Yevropa birligidagi davlatlar bilan munosabatlashib, bularning diplomatik faaliyetlerini, diplomatik
tirishçanlıklarını qo'lga keltirib, bu qarindoshlarımızın shu yerda o'zining siyosiy panoligini xotirjam holda shu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musofirlar Komitetiga bo'lmasin va yoki boshqa organlarga bo'lmasin, shularning siyosiy panoligini kafolatlantirish. Bizning xizmatlarimiz asosan shu ikki nuqtaga markazlashyapti. Bu ishlar biroz nozik bo'lgani uchun uning ustiga bu qarindoshlarimiz haqidagi uchurga yolg'iz chet eldagi qarindoshlarimiz ham emas, Xitoy hukumati qiziqayotgani uchun ba'zi tafsiliy yoki konkretniy masalalar haqida hozircha bayonot bermay xizmatlarimizni davomlashtirish haqida qurultayning olgan qarori bor. Ham bu qarindoshlarimizning bexatarligi uchunmi imkon bor, biz o'zimizga tushgan vazifani bilganimiz uchun bundan burunmi mushaqqada Dunyo Uyg'ur qurultayining ham tajribasi bor, ham ochiq savollar bor. Shu narsani estimizda tutgan holda bu qarindoshlarimizga eng qisqa vaqtda bir qo'limizdan keladigan yordamni ulashtirish uchun her jihatdan safarbar bo'layapmiz. Ya'ni diplomatiyalik munosabat, tashqi davlatlar bilan bo'lgan munosabatda bo'lsin, hamda bu qarindoshlarımızga bo'ladigan amaliy yordam haqida yerlik xalq va yerlik tashkilotlarning yordami shu ikki nuqtaga markazlashyapmiz hozir. Hamda hozir shu qochib ketgan bolalarningki naq soni eng yani ilmiy bo'lgan yani pak isboti bo'lgan qancha nafar bola qochib ketdi va qancha nafar tutildi. Bu to'g'risida ma'lumot bormi? Aniqida men o konkretni sonnimi biroz bermay turgan yaxshi, chunki chunki ish kuch sonda hozir. Shunlashqa 20 deganlar va 25 deganlar va shunlashqa bu muhim emas. Mayli 1 so'sin, 2 so'sin bular bizning qarindoshlarimiz 2014-yildan beri turmada naytı ig'ir azob uqubatlarni tatib keldi. Xitoyning angeli doim bu qarindoshlarimizni ustida bop keldi. Hech bir vaqt Xitoy bu qarindoshlarimizni unutib qolmadi. Shunlashqa son jihatdan mayli 20 bo'lsin, mayli 25 bo'lsin, u bek muhim emas. Hozircha shu Bangkok Tayland matbuosining bugun yarim kechada bizning Shimoliy Amerika bo'yicha bildirgani rasmini chiqargani uchun, hatto ismini aniq yozgani uchun ishga qarindoshimizning tutilganligini jazmlashtira olamiz, chunki ularning rasmi bor. Qolgan undan burun 5 tutildi, 4 tutildi degan rivoyat gaplar bor, lekin bu qarindoshlarimizning haqiqatan 5 mi yo 4 mi bularning ismi ma'lum emas, bularning rasmlarini bilmadi, faqat matbuotlarning balkim shu yer qarindoshlarimizga qo'rq selish uchun tarqatgan bir xabar bo'lg'achqa, u xabarlarga bak e'tibor bermadi. Hozircha hamda shu aniq ismi va rasmi bilan e'lon qilingan ikki qarindoshimiz hozir soqchilar, yerlik doiralar tomonidan tutib turilyapti. Unda bo'lganda masalan sizlar birozdan oldin so'zlar dedingki, shu Malayziya va Taylanddagi soqchilarning qo'liga tushib qolmasdan, ya'ni ularning vasitasi orqali Xitoyga qaytarilib ketmaslik uchun biz buning oldini olish uchun buni ko'ngil bo'layapmiz dedilar. Demak, Malayziyami bu ishning ichidami? Ya'ni bizningki Uyg'ur qarindoshlarimizni Xitoy qaytarib o'tish ehtimoli bor davlatning ichida sanaladi Malayziya. Endi shu atrofdagi butun davlatlarni shu kategoriyaga qo'yamiz, chunki ishning eng nacharidan boshlab nim qilmasak bo'lmaydi, hisob qilmasak bo'lmaydi. Uning ustiga bu davlatlarning bundan burungi 2011-yildan boshlab Uyg'ur musofirlarni qaytarib o'tish nimasi bo'lib kelgan. Bu qilmishlari tashqi dunyodagi qarindoshlarimiz bu ochiq saboqlarni obdan biladi. Kambodjadan qaytarilgan, anandan keyin Taylanddan burun qaytarilgan, undan qo'shni Nepaldan qaytarilgan, Malayziyama qaytdi. Shunlashqa bu davlatlarning hech birisining shu Uyg'ur muhojirlarni qo'g'dash haqidagi xotirasi pokiz emas. Hammasining o'ziga loyiq Xitoyning besimiga bosh ekkan, Xitoyning puliga sotilgan va Xitoyning puliga aldangan bu ochiq saboqlar yaqinqi 5 yildan buyon har bir Uyg'ur xalqining ko'nglida bu ochiq saboqlar bor. Bu biz unutib qolmadik. Uning ustiga Xitoy hukumati hozir Tayland bilan Malayziyaga aytib ig'ir bisim qilayotganligini biz bilamiz. Xitoy hukumatining tashqi ishlarning bergan bayonotlarida bo'lsin va yoki Tayland hukumatining shunday bir Uyg'ur muhojirlar masalasini bir o'lja sifatida, buni pul topadigan bir vosita sifatida
Xitoy hukumati bilan bozorlik qilib, yaxshiroq foyda chiqsa setib turgan bunday qilmishlarni biz bilamiz. Bu ochiq tajribalar hammamizning esida bor. Shu sababdan hozir bizning qarindoshlarimiz allaqachon munosabatli davlatlardan allaqachon Amerika tashqi ishlar ministrligi bu ishni obdan biladi va bularni biz ta'minlagan uchur bo'yicha bunga ko'ngil bo'layotganligini Dünya Uyghur Qurultayı'nın icra komitesi reisi Ömer Kanat Efendi'ye allaqachon bildirib qo'ydi va shu hafta oxiri va hafta 5'ida bu haqidagi Amerikadagi do'stlarning faoliyatlarini davom qiladi. Bugun Kanada tashqi ishlar ministrligi maxsus odam berib bu qarindoshlarimizning shu jiddiy va xatarli holat ekanligini allaqachon Kanada hükümetiga xabar berib qo'ydik. Kanada hükümeti Malayziyadagi elchixonasiga xabar berib qo'ydi. Mushaqqadami Malayziya va Tayland hukumatlari ustida Kanada hukumatining diplomatik faoliyatlari bugundan boshlab asosan boshladi. Amerikaning boshladi. Shundaqli Yevropa Birligining ba'zi davlatlarning bu faoliyatlarining bo'layotganligini bilamiz. Uning ustiga Yevropa parlamentida Uyg'ur do'stlik guruhi bor. Bu yerdeki bu Uyghur dostluk grubunun bu işe sel qaramaydiganligini, bu işe allaqachon diplomatik bazı hizmetlerini ishlayotganligidan xabarimiz bor. Shunlashqa hamda birisi Dünya Uyghur Qurultayı bu chet eldagi Uyg'ur musofirlar haqida belgili tajribaga ega. Ikkinchidan tashqi dunyomi belgili tajribaga ega, chunki Kambodjadan bundan 4-5 yil burun qaytarilgan Uyg'ur qarindoshlarimiz, Xitoy qaytarilgan Uyg'ur qarindoshlarimiz haqida Amerika hükümetinin besim kılgan, lekin Kambodja hükümeti bu qarindoshlarimizni 12 milyard dollarlık Xitoy şu Kambodjadan oladigan qarzini juyib o'tish uchun Kambodja bu Uyg'urlarimizdan setib etgan va tashqi dunyoning bularni Amerika qatorliq davlatlarning aytijiq achchig'i batdi. Shunlashqa bu masalada endi yolg'iz Dunyo Uyg'ur Qurultayıning emas, bu tashqi dunyoda Uyg'ur musofirlarga ko'ngil bo'lgan bu davlatlarning belgilik bir ochiq tajribasi bor. Bu rayondagi davlatlarning Xitoyning besimiga chaqqonlar bo'yin egirganligidan iborat bir reallikni bu davlatlar obdan biladi. Shunlashqa Dunyo Uyg'ur Qurultayı shu ochiq tajribani yakunlab, jiq davron qilmasdan bu qarindoshlarimiz haqida jimjit holda birisi diplomatik frontda, ya'ni diplomatik jihatdan o'zimiz muomala qilgan davlatlarga bu qarindoshlarimiz haqida to'liq ma'lumot berib, o'tmishdagi ochiq tajriba saboqlarni bularning samiga sap turib, yana shunday ish bo'lmasin, ma ishga yaxshiroq ko'ngil bo'linglar degan tariqada bularga xotirlatib turib o'tmishlarni. Shunlashqa bu davlatlarning bu qarindoshlarimizga nisbatan hech bo'lmasa hozirgi eng chong xatar, xiyim xatar bu qarindoshlarimizning beshida navada soqchilarning qo'liga tushib qolsa, Xitoyga qaytarilish tahlikasi xatari. Shunlashqa Xitoyga qaytarilishning oldini olish uchun bu davlatlarga elib borgan xizmatlarimiz belgilik natija beryapti. Ikkinchi masala bu ishning hamda insoniy tarafi bor. Bu qarindoshlarimiz shaharlarga kirolmaydi, herhalde odam bayalarga mijib boramaydi, qiyin sharoitda turyapti. Balkim qo'sog'i och, balkim yomg'irda, balkim talada yotadigan yeri yo'q. Shunday qiyin sharoitda turayotganligini bilamiz. Shunlashqa bu insoniy jihatdan hamda bizning burundan boshlab aloqa qilgan shu yerlik tashkilotlar bor ve kişilik hukuk organları var şu cihetten ve insani yardım kuruluşları var, xalqlar var. Şunlaşqa şundaq lojistik cihetdeki, arqisab cihetdeki bu qarindoshlarga yardım berilgan, barliq qo'lidan ish keladigan ve amaliy qo'lidan ish chiqadigan tashkilot ve insonparvar kishilarni harakatlantirib bu qarindoshlarimiz bu jihatdan yardım qilish, ya'ni xizmatlarimizning asosliq ikki muhim nuqtasini shundaq sharhlayman. Bugungacha nayt yaxshi bir she'rlab bergan bo'ldilar. Bugungacha masalan shu qarindoshlarimizga Tayland hukumati, Tayland soqchisi yoki ma'lum bir gunohni ata oladimi? Bu sizlar mundaq gunoh qildinglar deb bir ularning tili bo'yicha jinoyat deyli. Bizning tilimiz bo'yicha shu ma'sum insonlarga bir gunoh atgan avvalli bormi? Endi bularning favqulodda cho'ng gunohi yo'q. Dastlabki bularning turmush kirib qilishning sababi Taylandga qonunsiz kirganlik endi. Buni hammamiz bilamiz. Endi hozir sharoitda turmadan qochgan bo'lgani uchun buni endi nurg'un davlatlarning jinoiy ishlar qonunida buni jinoyat deb qaraydi. Lekin bu qarindoshlarimiz jinoyat ishlash uchun qochmaydi. Tayland hukumati bu qarindoshlarimizni yaqinda Bangkok, ya'ni Taylandning markaziy shahriga yo'tkamoqchi etdi. Bu yo'tkashdagi maqsad
Yani Xitoy qaytarılış hakkında Tayland hükümetinin bir tayyorligi bormi degandek bu qarindoshlarimizni gumon qilsagan bu Tayland hükümetinin bularni Bangkok tarafga yetkazishga qarori. Bu qarindoshlarımızın bu turmadan keçishiga asos bo'lgan omillarning birisi shu. Bu qarindoshlarimiz ason qochmadi bu turmadan. Turmaning sharoitlarining nihoyatda ig'ir ekanligini bilamiz. Shuna qiyin sharoitda qo'lidan keladigan butun tirishchanliklarni ko'rsatib, bir amallarni qilib, agar Bangkokka yetkazsa, Xitoyga qaytarilish bir qiyin xatarini bular ko'rib yetganligi uchun hayotini qutqizish uchun qochdi. Bu tamamen insoniy bir vaziyat. Şunlaşka bu qarindoshlarimiz oturmadan kaçış bilen birisinin mal mülkiga ziyon bermedi, birisinin burnunu qanatmadı, yoki bir jinoyat ishlamadi. Bular faqat o'zlarining Huquqini qo'llash uchun qatnashdi. O'zlarining hayotini saqlab qolish uchun qildi. Shuning uchun bu tamamen insoniy bir ahvol. Bunu tashqi dunyoga biz tushundirganda tamamen mushu jihatdan tushuntiryapmiz va mushu jihatdan tashqi dunyoni asosan qoyil qilyapmiz. Shunlashqa bularga nisbatan Tayland hukumatining ortgan jinoyatining nima bo'lishidan qat'iy nazar bu yerda bu qarindoshlarimizning yana Xitoyga qaytarilishdan iborat. Xitoy hukumatining bu qarindoshlarning diniy e'tiqodi, milliy kelib chiqishi, siyosiy ko'z qarashi va bular tabi bo'lgan ijtimoiy urf-odat va madaniy an'ana mushu qatorliq Uyg'urlarning milliy kimligi sababidan Xitoy hukumatining bu Uyg'urlarni jazolamaydiganligi %100. Shunlashqa bu tamamen qo'g'dinish xarakterli bir harakat. Bu qarindoshlarimizning o'zini qo'g'dash haqqi bor xalqaro qonunda. Shunlashqa bizning bu qarindoshlarimiz haqida tashqi dunyoga berayotgan ma'lumotimiz tamamen mushu tariqada, mushu asoslar bo'yicha amaliyot mushu. Şunlaşqa bu yerda Tayland hukumatının bu qarindoshlarga qandaq jinoyat atishi yoki qandaq gunoh atishi hozir ikkinchi masala. Bu qarindoshlarımızın hayoti bexatarligini qo'g'dash, bu qarindoshlarımızın qonuniy qo'g'dinish haqqini kafolatga ega qilish. Bu qarindoshlarımızın eng muhimi mayli shu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti muhojirlar komiteti bo'lsin yoki bu qarindoshlarımızga panohlik beradigan davlatlarda bo'lsin, o'zlarining dardini anglatish, Moşundaq bir şəraitni bu qarindoshlarga berish, bu qarindoshlarga shu fursatni berish eng muhim xizmatimizdan bir qismi. Mening bu savolni so'rashimdagi sabab shu masalan mening ba'zi ma'lumotlarga qaraganda 7 yilning yetayotgan qarindoshlarning borligi, yana ba'zi ma'lumotlar 5 yildan beri yetayotgan qarindoshlarning borligini anglab turyapmiz. Yana bu jarayonda masalan Tayland hukumati aniq bir gunohni ularga atanmayotgan bir ahvolda va yoki shu chegirdan qonunsiz kirgan deganlar bir mesele üstüde bunda uzun yapkıza alamdı ve ya ki bunun hem de asas sualımın noktası bugün gece BDT mesela meyli bu dünyadaki kişilik hukuk teşkilatları, demokratik teşkilatlar veya bunun başka yani insan hukuku ile münasebetlik teşkilatlar bugün gece bu Tayland hükümeti gibi besim kıygan veya ki bu meselede kandak bir mutaliyalarni ilib beryapti, ya'ni munosabatli bormi, bu to'g'riliq bir ma'lumot bergan bo'lsa. Albatta bu qarindoshlarimiz bizning bilishimizcha 2014dan boshlab turma detyapti. Undan burun Xitoydan qochib chiqqanligini bilamiz. Bu qochib chiqqan Uyg'urlarning bir qismi Turkiya qatorliq ba'zi davlatlarga yetkazildi. Kambodja 5 yil burun Xitoy hukumatining besimi bilan shu vaqtda hozirgi Xitoy prezidenti Shi Jinping vaqtida Xitoyning muavin davlat raisi etdi. Şu Xi Jinping'in Kambodja'ya qaratgan bir ziyarati bilan Kambodja'ga Xitoy burun qarz bergan 12 milliard dollarlik qarzni kechirim qilishdan iborat bir yem tashlab Kambodja'dan bu Uyg'urlarni qaytarib olgan nim bo'lgan. Endi undan keyin bu qarindoshlarimiz turmada tug'anda qandaqdir Tayland hukumati bu qarindoshlarimizga ishlagan gunohi bo'lgani uchun turmada tutmadi. Ularni qo'yib bersa nega boradi? Demak, ularni qo'yib turib, ularni uchinchi bir bexatar davlatga o'rinlashtirolmagani uchun bu qarindoshlarimizni turmada tutdi. Shunlashqa bu qarindoshlarimizning hozirgacha kesilgan sud hukmida ishlagan bir yana Taylandga qonunsiz kirish degandan boshqa, u davlatga qonunsiz kirish nurg'un davlatlarda jinoiy ishlar deb qaralmaydi. Faqat Tayland va ba'zi davlatlarning ularning jinoiy ishlar nimasi qonunidan xabarimiz yo'q. Lekin
O bir davlatga qonunsiz kirgan taqdirdami uning jazosi unchalar og'irmi bo'lmaydi. Faqat bu qarindoshlarimizning uzun yetib ketishining sababi, ya'ni Tailand hukumatining ularni bexatar uchinchi davlatga qaytarish yoki o'rinlashtirish imkoni bo'lmaganligi uchun yoki bu qarindoshlarimizni darhol qabul qiladigan uchinchi bir davlat bo'lmagani uchun. Chunki xalqarodagi nurg'un davlatlar bir musofir qabul qilishda ko'plari o'zining tuprog'iga dastlab siyosiy panohlik tilaganlarning murojaatnomasini ishlaydi. Ularni bir taraf qildi. Ya'ni chet elda turib, masalan, Kanadaga yo boshqa davlatlarga siyosiy panohlik tilash imkoniyati yo'q, konsulxona yo boshqalar bilan. Undaq konsulxona orqali siyosiy panohlik beradigan davlatlarning ish kuchi bor, ya'ni Ekvador qatorli bir qancha davlatlar. Nurg'un davlatlarda ya'ni bir odam siyosiy panohlik tilash uchun shu davlatning tuprog'iga qadam bosgan bo'lishi kerak. Bu qarindoshlarimiz hozir Tailandda. Unda bo'lganda bularni uchinchi davlat qanday yetkazamiz? Buning yana bir yo'li shu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti musofirlar ishxonasiga qilingan iltimos qabul qilinsa, ya'ni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti musofirlar komiteti bu qarindoshlarga bularni belgilik bir tekshirishdan va bularning murojaatnomasiga qarab chiqqandan keyin bular Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan bekitilgan musofir deb bir kinishga berilsa, anadan keyin bularni uchinchi davlatga o'rinlashtirish texmi qulay bo'ladi, chunki nurg'un g'arb davlatlari Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bergan bu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bekitgan musofirlar degan kinishga ega qarindoshlarni darhol qabul qiladi. Endi bu yerga masala bu Tailanddagi turmadagi qarindoshlarimiz bu fursatga ega bo'lmadi. Ya'ni bu Tailand va Kambodjada Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga iltimos qilgan qarindoshlarimiz toki iltimosining natijasi chiqib Xitoyning besimi, Xitoyning bularni xuddi etizlarda ovlagandek bu qarindoshlarimizni tutib ketish, hatto soqchilarni avatib, hatto aeroplanlarni avatib bu qarindoshlarimizni yondirib kelish, shu davlatlarga besim orqali bu qarindoshlarimizni Xitoyga qaytarish degandek mushundaq tahdidlar ostida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qilgan iltimosini bular natijalantirolmadi. Shu sababdan uchinchi davlatga o'rinlashtirolmadi bu qarindoshlarni. Endi bizning dunyoda hech qanday bir davlat bularni qabul qilmadi yani. Yani çünkü bularning qonuniy nassidimi shundaq bir nima yo'q yani. Yani bir davlat qabul qilish uchun cho'qim bu qarindoshlarimiz haqida belgilik bir jarayonlar beshidan o'tish kerak. Yani bu qarindoshlarimizning oq ko'rinishini qilish kerak. Bular o'g'rimi, bulanchimi, to'g'ri odammi degandek. Yani hamma davlat bir odamni qabul qilganda cho'qim bu bexatarlikdan bir tekshirish ilib boradi. Buningga 6 oydan 1 yilgacha vaqt ketadi. Demek şu 1 yil ya 6 oy mezgilida bu qarindoshlarimiz shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining homiysida tura olish kerak bir yerda. O davlatlarda Tailand bo'lsin, Kambodja bo'lsin, bu davlatlarda bu qarindoshlarimizning bunda turish imkoniyati bo'lmagani uchun bu jarayonlar tamomlanmadi. Tamomlanolmadi. Shunlashqa bu jarayon tamomlanmagani uchun boshqa davlatlarni bularni qabul qilolmadi. Agar bir davlatlarning elchixonasiga kirib siyosiy panohlik tilaydigan imkoniyat bo'lgan bo'lsa, albatta u vaqtda texmi yaxshi bo'lgan bo'lardi. Lekin hozirgacha unda bir nurg'un davlatlar buni o'zlarining siyosiy panohlik tilash kategoriyasida buni bir imkoniyat deb ko'rmagani uchun bu qarindoshlarimiz bundan foydalanmadi. Endi hozir masalan bu qarindoshlarimizni qutqizish uchun hozir turmadan qochib yurganlarmi bor? Dunyodan masalan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining musofirlarga mas'ul o'rinlari va yoki kishilik huquq tashkilotlari degandek mana shunday tashkilotlardan biri guruh hozirlab bu Tailandga ivatish ehtimoli bormi? Yoki Uyg'urlar o'zi tashkillanib berish ehtimoli bormi yoki? Ikki xil ehtimol. Tailand bilan nimada Malayziyada Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ishxonasi bor. Bu Malayziya Kuala Lumpurdagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti orqali ko'plagan qarindoshlarimiz Amerika va Kanadaga kelib o'rinlashgan. Bu qarindoshlarimiz hozir vatan davosiga aytib ko'p kuch chiqaryapti. Hozirgi birdan bir masala shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga iltimos qilib, toki bularning iltimos qabul bo'lib, uchinchi bir davlatga, bexatar bir davlatga yetkazib qo'ygacha, bu qarindoshlarimiz shu davlatda xotirjam tura olish kerak. Shu sharoitni yaratib berishimiz kerak. Hozirgi masala bu Xitoy har yerda o'zining changalarni silib, bu qarindoshlarimizga bu oromchilikni bermagani uchun bu qarindoshlarimiz shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga iltimos qilib, u iltimosidan natija elib bir uchinchi bir davlatga boradigan shu imkoniyatga erishmadi. Shunlashqa bizning hozir qilayotganimiz bu qarindoshlarimizning Xitoyga qaytarilish shunday qo'rquv bor. Bu amaliy bir qo'rquv.
Bu mundaq chiqqanda nima emas yoki bir mubolag'a qilingan bir avval emas. Xitoy shu Yani davlatlarga neticede vaqtida bir o'lim degan gap endi. Xitoyga qaytish degan gap bir o'lim. O'limga qaytish degan gap. elbette. Bu realni bir avval. Yani bu qayta deb qo'ya bu mubolag'a qilingan bir qo'rquv emas. Bu qarindoshlarimizni qo'rqusi haqiqiy qo'rquv. Shunda bo'lg'achqa oldi bilan bularni shu Xitoy qaytmaslik haqida biz qo'limizdan keladigan tirishchanlik bilan Amerika, Kanada va Yevropa birligidagi ya'ni shu davlatlarga belgilik diplomatik jihatdan besim qila oladigan shu davlatlarning kuchidan foydalanib turib hozir qilayotganimizmi dal shu bu qarindoshlarimizni oldi bilan bir bexatar ya'ni Xitoyga qaytirib o'tish shu xatiridan bularni qutqizish. İkinciden anadaki bu qarindoshlarimizni darrov bir qo'sog'iga yeydigan, bir turadigan bir ye. Shu ikki narsa eng muhim hamda. Buning bir tarafi insoniy taraf, bir tarafi diplomatik taraf. Dünya Uyghur Qurultayı shu har ikki jihatdan davom qilyotdi hamda hozir qilingan ishlarni qilijaq, yo'lga chiqadigan ishlar bor, anadaki nurg'un ishlar shu dushanbadan boshlab diplomatik faoliyatlar hozir bu qarindoshlarimiz qochqin tunugan. Ama bugundan boshlab g'arb davlatlarining asos ko'p qismining davlat va hukumat organlari bu qarindoshlarimiz haqida uchurlarga ega bo'lib bo'ldi. Amerika tashqi ishlar ministrligining hozir allaqachon xabari bor. Kanada tashqi ishlar ministrligining xabari bor. Allaqachon qarindoshlarimiz shu telefon orqali emas, shu ishxonasiga berib, bular haqida ma'lumot berib, bularning hozir nayta xatarlik ahvol ekanligini bularga yetkazib, bularga kerak bo'lgan, zarur bo'lgan qo'g'dinishni ta'minlash Xitoy hukumatining qaytirib olishining oldini olish uchun mayli Tayland bo'lsin, mayli Malayziya bo'lsin. Bu davlatlarga bilan belgilik diplomatik bir suhbat va diplomatik kanallar orqali bularni qaytarmaslikka bu davlatlarga bo'lgan besimni hozirdan boshlab davomlashyapti. O o'tgan qatimliq Kambodjadagi 109 nafar qarindoshimizni qaytarib olib ketish voqeasida Xitoyninki shu vaqtdagi qarindoshlarninki shu yerda turib Birleşken Devletler Teşkilatı'na yoki UN'ga iltijo qilganligi, ya'ni ular siyosiy panohlik tilaganlik xabarini anglagandik. Mesela ularning qo'lida qog'oz borligi shunday bo'lsa-mu, buni shu musofirlar Birleşken Devletler Teşkilatı'nın musofirlarga mas'ul shu o'rni qo'g'dab qolinmaganlik to'g'risida xabar anglagan bu qanchalik rost bilmayman. Bu qarindoshlarimiz, ya'ni Kanadadagi nima Taylanddagi turmadagi qarindoshlarımızın şu teşkilatlarga hozir siyosiy panohlik talab qilish sharoiti bormi turmada turib? Turmada turib biroz tez. Chunki bu shaxsiy o'zi berib, u yerda imzo bilan belgilik bayonotda bo'ladi, ba'zi bir suhbatlar bo'ladi, ba'zi bir jadvallar va to'ldirilgan, har bir jadvalning o'nda bir imzo qo'yilgan nuqtalari bor. Shunlashqa o şu qarindoshlarimiz şu jarayonlarni bitirish uchun cho'qim o'zi shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotida shu ishxonalarda bo'lish kerak. Hozirgi nima shu. Hozirgi bularning ijro qilayotgan ish bajarish bosqichlari shulardan iborat. Hamda turmaga buni avatib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotini avatib, bu biroz nima, lekin realni emas. Hech bo'lmasa qarindoshlarimiz hozir turmadan chiqdi. Turmadan chiqqandan keyin bu qarindoshlarimizni hozir birisi Taylandga qaytmay, agar bu Malayziyaga o'tgan bo'lsa, Malayziya hukumati bilan belgilik hozir davomlashayotgan shu diplomatik ko'rishlarning natijasida bu qarindoshlarimizni imkon bor Xitoyga qaytarish nimasidan to'sab qola olsak, tashqi davlatlarning kuchi bilan. Andan keyin bir insoniy yordam qurilishlarining vositasi bilan bu qarindoshlarimizni kichiklam xotirjam qila olsak, andan keyin Malayziyada darvaqa Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ishxonasi bor, allaqachon bu yerdagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ishxonasining bu ishdan xabari bor hozir. Yolg'iz Uyg'ur tashkilotlarining bergan uchuri bilan emas, Amerika va Kanada hukumatlarining ularga allaqachon belgilik diplomatik uchurlarni yo'llab qo'ydi. Ularning xabari bor. Endi bizning nimamiz ularni bexatar hol keltirgandan keyin imkon bor bu qarindoshlarni shu o'rinlarga iltimos qilish orqali ularning ishlarini mumkin qadar tizlashtirish yo'lini qilib shularni bir bexatar uchinchi bir davlatga yetkazish. Bu bir uzun jarayon endi. Bu mundaqla yig'izda bir yig'iz jumla bilan degandek tamomlanadigan ishlar emas. Bunga bir jarayon ketadi. Ama en muhimi hozir Dünya Uyghur Qurultayining birdan bir
muhim o'rinda tutib qilayotgan xizmatlarining markazi ikki. Birisi shu davlatlarga besim ishlataoladigan Amerika, Kanada, Yevropa Birliği qatorliq davlatlardan foydalanib, bu qarindoshlarimizning qaytarilishini, Xitoyga qaytarilishini oldini olish. Bu birinchi muhim o'rin turgan ishimiz. İkincisi, yani insani yardım kuruluşları orqali bu qarindoshlarimiz hozir qo'saq qayirgan nonga va kichikina bir panolangan joyga ehtiyojli bu. Bu narsa hukumatlar bilan bo'lmaydi, soqchilar bilan bo'lmaydi. Bu dal shu yerdagi bir insonparvarligi bor, inson haqlariga hurmat qiladigan kichikina insoniy marhamatga, bir mehr muhabbatga ega insonlarning xayri saxovatı bilan bo'ladigan ishindi. Şunlaşka birisi insani taraf var, birisi diplomatik taraf var. Dünya Uyghur Kurultayı her iki cihetten yeter. Allah razı olsun. İnternet herhalde biraz kıtı bağlan buluş mümkün. Dünya Uyghur Kurultayı'nın ki başlığı Mehmet Tohti efendim bilen sohbetimiz devam kılıvadıdı. Mehmet Tohti efendim internette biraz yavaş olduğumu bilmedim. Tordan çıkıp gidip kaldı. Belki kaydetin olaydı veya telefonunki mi az buluş mümkün. Edigenden beri Mehmet Tohti efendim bilen biz nihayet ciddi şekilde alakalaşıvatımız. Çünkü musafirlar mesul kişi boğallık için dünyadaki Uygur musafirlarınki kelgüsü bunun dinkinki işleri doğrusu da bunun dinkin bir ciddi bir hizmet kılış. Yollavatkan kırındaşlar biraz kova belgisini yollamasanlar. Ondan başka paylaşış hem beherleş konukisini bilsinler. O bizge kova belgisini yollamasanlar inşallah hizmetimizden kılıp gidiyoruz. Hem beherleş konukisini yollasanlar takım köp kırındaşlarımızdınki bu programın izleş nimesiga müyesser buludu inşallah. Çünkü hem eylem bugünkü dünyada Tayland'dan kaçkan kırındaşlarımızga bütün dünyadan nahayet ciddi bir şekilde dikkat kılıvatıdı. Ben yana özümninki kalısıdaki meselelerini oturup koyuşunu başlayıverey. Yani şu kırındaşlarımız Tayland'dan kaçıp, turumuzdan kaçıp çıkan kırındaşlarımız bugün şu UN'ninki işxanasıga, musafirlar nim kılış işxanasıga, siyasi panalık talep kılış işxanasıga baralamdı o yani. Beriş nimesi var mı? Mesela şunun işxanlarının aldığı Xitayning saqchilari, Xitayning şpiyonlari va yoki boshqa yerlar bunun bir to'salg'i bo'ladigan avvalli bo'lamdi, mush to'g'riliq kichikgina nim bergan bo'lsam. Jipshi. Endi shularni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ishxonasiga boradigan yo'lni bexatar olmay turib, u yerga berishini biz tavsiya qilmaymiz. Oldi bilan shu munosabatlik Dunyo Uyghur Qurultayi ilib borgan diplomatik faoliyatlarning shu natijasida Birleşken Devletler Teşkilatı'na bardagan şu yol biraz bexatar bo'lsin oldi bilan. Anandan keyin, çünkü bu qarindoshlarımızın hayatı bilan o'ynashamaymiz. Oldi bilan şu yolni bexatar qilish lozim. Bu qarindoshlarimiz shu yerga berib, shu iltimosini sunadigan shu butun jarayonlar bexatar bo'lib, Xitoyning changilidan biraz uzoq. Hech bo'lmasa Xitoy meni soqchilari tutib ketami yo Malayziya meni tutib ketami deydigan bir endişe bo'lmagan avvalda albatta bularning bardagan yeri shu. Şu arkalık boludu bu. Anadın keyin angacha yani bu qarindoshlarimizni o ko'chada tashlab qo'ya olmaydi. Iltimosini qilib qo'ygandan keyin bu qarindoshlarimizni panolanadigan angacha bexatar ya bo'lmasa masalan Tayland va Kambodjadagi bizning ochiq tajribamiz shu. Bu qarindoshlarimiz Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga iltimos qilgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bu qarindoshlarning iltimosini qabul qilgan, lekin ishlamlar bitmagan. O iltimos bosqichlari tamamlanmagan. Şu aralıkta bu qarindoshlarimizni belgilik bir yerde qo'ygan, bu qo'ygan yer Xitoy soqchilarigami, Kambodjaning soqchilarigami, onun ko'chadagi mafiyalargami, bularni bozor qiladigan yergami ochiq yer, ya'ni qo'g'dinish bo'lmagan. Shuni ochiq tajribamiz bor. Hamda hozir men bu tafsilotini bu yerda deb o'tamayman. Hozir kallimizga kelgan bir qancha bir fikr planlarimiz bor. Shunday ishlar bo'lib qolmasin deb. Şu yolla bexatar bo'lganda bu qarindoshlarimiz shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga bordi, borgandan keyin yana o murojaatlari to'shab, murojaatlari tamomlanib, uchinchi bir davlatga boradigan bir avval shakllanib bo'lgacha bu qarindoshlarimizni shu Xitoyning changaliga yetmaydigan bir yerda xotirjam bir yer o'rinlashtirmasa, yana burunqi narsalar, yana ochiq saboqlar, yana takrorlandi. Yana bizning eng chong andishimizmi shu.
Şoňlaşqa şuna iş bolup kalmasın dep, bular kalbimizde bar yani. Mundaqla bu ötmüşini biz unutup kalmadık. Şoňlaşqa Birleşken Döwletler Teşkilaty berişdim bir şu ýanyň bexatarlygy, bu kynandaşlarymyzyň taki sunulan mürajaatnamasy, iltimasy kabul bolupgaça saklaýdygan bir mezgili bar. Şu saklaýdygan mezgilden bir hatirjam ýerde saklamasa, ýani burunqadek açık savak yani tekrarlansa biz bunu halamaymiz ve köňlümiz razı olmaydı. Onda bu başka biraz muşu meselede biz biraz kadımımızla avaylap desip ötken kerek muşu açık savaklar bolup kalmasın dep. Hudaýym böylese hem de bununla yardım kılmız degen devletlerimiz var. Ertügün yani bu yardımlar kanda buldu, texmi inik boludu. Bizning taleplerimizin texmi boluşqa başlaydı ertügünden başlap. Kadam basqıçları kanda mağdagalygyny biz bilimiz, şu boýunça mençe ertügüngeçe texmi inik boldu. Kanda kılışımız hakkındaki planlarımız. Mesela bugünküçe bu turmadan kaçkıça aralıkta halkarada başka devletlerde Uygur qarindaşlarımız normal şekilde şu fakat dua kılış bilen şu qarindaşlarımızga şunçalik manevi bir yardımını bereleydik. Ama bugün mesela tünügünden beri turmadan kaçkandan keyin qarindaşlarımız bütün dünyada Uygurlar buna ciddi köngül beledido. Bu köngül beleş intayin yaxşı boladido. Bunun da dualarımız bilen hatta bazı qarindaşlar özligidan teşkilinip iqtisadi bir yardım qılımız degan holatda bir iqtisadi yardım faaliyetlerini torlarda başlatıp bu hamda burunlarda mesela Tayland'daki qarindaşlarımız hatta turmut qarindaşlarımızdan bana bevosita telefon açkan vaqtlar bo'ldi. Shunchalik sharoitga ega bo'lganlar. Ammo shu turmida turib va yoki biraz fursat topsa boshqalar bilan shaxsiy aloqa bog'lab, shaxsiy shaklda bu nimadan chiqqan holatda, ya'ni bu xoddan chiqqan holatda bir aloqa va iqtisodiy berib kelishlar bo'linib turdi burundan. Bu hamda şu Tayland'daki qarindaşlar qanchalik foyda ziyini var onu bilmeyman. Ama bugünkü kunda hozirgi vaqalikni elib bilsak, turmadan qaçkan qarindaşlarga nisbatan iqtisodiy bir toplash nimasi elib berilyapti. Bu şu qarindaşlarimizga nisbatan qanchalik foyda olib keladi. Buningki mesela şu qarindaşlarimizga, şu qaçıp ketgan qarindaşlarimizga yetkizilamdi va yoki turmadagi qarindaşlarimizga şu berish ehtimoli bormi? Bu qanchalik to'g'ri? Bu to'g'risida ilmiy şekilde bir ko'z qarashlarni o'tirib qo'yib baqsa bo'ladi. Nayta yaxshi, bu savolning bu masalani o'tirib qo'yilganiga nayta ko'p xursand bo'ldim. Endi bu qarindoshlarimizni taxmin qilinishi kerak. Bu ishlar telefon bilan bo'lmaydi. Bu ishlar u yerga, bu yerga elchixonalarga yoki tashqi ishlar ministrligi berib, tashqi davlatdan yordam qilish ishining bir tarkibiy qismi bo'lgan bilan bizning cho'qim shu yerda, shu qarindoshlarimizni xizmatini qiladigan odamlarga ehtiyojimiz bor. Bu haqida men tafsiliy bir narsa nim qilishdan ensirayman bu qarindoshlarimizni nimasi uchun. Ya'ni chet ellik qarindoshlarga murojaatim shu. Yolg'iz duo qilish bilan ham yetmaydi, harakat qilishimiz kerak. Qarindoshlar harakat qilyapti. Dünya Uyghur Qurultayı bu işin birisi uçur mahfiyatligini aytib diqqat qilgan asosda. Bu qarindoshlarimiz bilan allaqachon bevosita bizning uçur aloqamiz bor. Buni chet ellik qarindoshlarga men mundaqcha deb qo'yay. Bu qarindoshlarimiz bilan bevosita uçur aloqamiz bor. Uçur aloqasi allaqachon o'rnatildi. Lekin bu uçur aloqa nayta maxfiy, nayta cheklik sondagi qarindoshlar bilan meng'ilotidi. Shunda bo'lg'achqa bu qarindoshlarimiz bilan shu cheklik sondagi insonlar aloqa qiladi, yo zo'rib qilgan aloqa qildi. Anadan keyin bu qarindoshlarni bayotim men degandek bularning bexatarligi, bularning turalg'isi, bularning yemak ichmigi, bularning xizmatini qilish uchun bu yerda ishlayotgan insonlar bo'lib, belgilik mablag'ga ehtiyojimiz bo'ladiganligi mana men deb ko'rinib turdi. Shunlashqa chet ellik qarindoshlarning qo'lidan nima kelsa. Bu shundoq bir vaqt bizning millat bir millat, bir xalq, bir qarindoshligimizni isbotlaydigan vaqtlar mana shu. Birimizning beshi kun tushganda, garchi chet ellik qarindoshlarning xilma-xil masalalar bor. Lekin o qarindoshlarimiz hayot mamot bilan etishayotgan mezgilda chet ellik qarindoshlar bir vaqt tomoqni kam yesa hech nima bo'lmaydi. Shunlashqa chet ellik qarindoshlarni bir tarafdan duo qilish bilan qolmay,
Dünya Uyghur Qurultayının tor betiga internet orqali iyana qilib bo'ldi. Xilma-xil shaklda iyana qilib bo'ldi. Hatto mahalla-mahalladan o'zaro tashkillanib qarindoshlar $1 olsun, $10 olsun, nim bo'lsa o'zaro mahalla-mahalla nim qilib, mushu qarindoshlar uchun bir yordam nimasi boshlagan qarindoshlarimizning qo'ldan keladigan eng aqlli ish. Bunun diplomatik faaliyatlari, bunun başka teşkilat ve xalqlar bilan bo'lgan aloqasi, bu qarindoshlarımızga bo'lgan yani siyasi jihatdagi shu qarindoshlarni o'rinlashtirish jihatdagi xizmatlarni Dünya Uyghur Qurultayi biladi, nima qilishni biladi, nada qanday qilishni biladi, qo'ldan kelganini qiladi. Yani Dünya Uyghur Qurultayi qo'ldan kelgan hech qanday ishni kam qilib qo'ymaydi, qo'ldan kelganning ortig'ini qiladi. Ama başka qarindoshlarmi mahalla o'z turayotgan davlat, shahar shuna aloqalashib, har xil uchur vositalari mavjud. Mümkün bo'lsa bir jamoat harakati boshlab, o'sha qarindoshlarimiz uchun qanchalik imkoniyati bo'lsa, shunchalik yordam qilib, mayli Dünya Uyghur Qurultayi orqali qilsin yoki boshqa shakllarda qilsin. Ama bu en ahirda shu Dünya Uyghur Qurultayi orqali ulashadi bu yordam. Chunki bu qarindoshlar bilan bevosita aloqa qilayotganlar yana Dünya Uyghur Qurultayi. Bu qarindoshlarga yordam qiladigan insonlarni tanlab, ya'ni falonchi yordam qildi ekan deb hammani bu insonlarimiz bilan uchrashib bo'lmaydi. Chunki insonning ishi nima biz bilmaymiz. Shunlashqa yordam qiladiganlarni tanlab bu ishlarni o'rinlashtirayotgan, yurishtirayotgan Dünya Uyghur Qurultayi. Hatto kerak bo'lsa bir qancha odamlarni evatishmi Dünya Uyghur Qurultayining hozirgi oy planlayotgan ishlarning bir tarkibiy qismi. Shuna bo'lg'achqa biz qo'limizdan kelganini qilsak, qarindoshlarni nima bo'lsa, qo'lidan nima kelsa, iqtisodiy jihatdan bo'lsin, mayli ma'naviy jihatdan bir duo qilish bilan bo'lsin, shu qarindoshlarimizga duolarni kam qilmasin, yordamlarini kam qilmasin. Anadaki Dünya Uyghur Qurultayi qarindoshlarga duolarni kam qilmasin. Bularning jasoratini Janob Alloh har vaqtda ustun qilsin. G'ayratli qilsin, ishlarga muvaffaq nisb qilsin. Shu vaqt bir yangidan qo'l chiqaradigan, bir dil, bir yurak, bir so'z bo'lgan vaqtimiz. Shunday vaqtida bo'lamisak, boshqa vaqtida bo'lolmaymiz. Shunlashqa men dunyoning har qanday yerdagi qarindoshlarimizga bir vaqt tomoqni oz yeysimi, shu bir vaqt tomog'ining pulini shu qarindoshlarimiz haqiqatan yordamga ehtiyoji bor. Shu 2 kundan buyon talada davdalarda o'zining jinni saqlab, balkim tomoq yedi, yemedi, balkim suv ichdi, ichmadi. Shunday qiyin sharoit turibdi. Shunlashqa endi bularga mush vaqtda yordam qilmay turib, men bular bilan bir millatdosh deyishning o'zimi bir nomus qildigan ish. Xudoyim hech kimni beshiga bu kunlarni bermasin. Millatimizning boshida ig'ir kun bor. Shu ig'ir kun bizni birlashtirmasa, shu ig'ir kun bizni ruhiy va ma'naviy jihatdan bir-birimizga tutashtirmasa, hammamizni bir yerga jam qilmasa, endi nima qilamiz, nima qila olamiz? Shunami nima deya olamiz? Shunlashqa shu bir fursat qarindoshlar uchun nihoyatda savob ish. Ya'ni Qur'oni Karimda bu haqida nurg'un oyat bor. İnnellezine amenu ve amilus salihat. Yani salih amel, bundan ortiq salih amel yo'q. Yani Allah'a işiniş ve salih amellerini qilish musulmonlarning bosh tortib bo'lmaydigan vazifasi. Eng muhimi bir jonni qutqizish, butun insoniyatni qutqizgan bilan barobar Qur'oni Karimda oyat bor. Hozir oyatdagi jonlar, qarindoshlar qutqizishni kutyapti. Shu bir qarindoshni qutqazganlik butun insonlikni qutqazganlik bo'ladi. Eng muhimi qarindoshlar o'zining izzat g'ururini qutqazgan bo'ladi. Bu qarindoshlarga yordam qilish bilan o'zining vijdonini qutqazgan bo'ladi. Vijdoniy burchini qutqazgan bo'ladi. O'zining izzat obro'yini qutqazgan bo'ladi. Allah razı olsun. Men bu tavsiyani va bu chaqiriqni yollayman, inshaalloh qarindoshlarimiz ovoz qo'shadi. Allah razı olsun. Kamboçya vakasida ma'lum tecrübelik ega olduk. Bu qitimliq bu ishdimi masalan her teşkilat veya şahslarniki bevosita aloqa qilish. Chunki o qarindoshlarimiz mecbur. Her yerden o'zi xohlagan bir vositani ishlatishga mecbur. Xohlagan bir telefon bilan chet eldagi, Yevropadagi yoki Turkiyadagi yoki boshqa yerdagi insonlarga telefon qilishga mecbur, boshqa amali yo'q chunki. Ammo chet eldagi qarindoshlar bu aloqa qilish jarayonida va bu yordam qilish jarayonida ularga biz ziyonkashlik qilib qo'ydigan, ya'ni ularning o'rnini fosh qilinishiga sabab bo'lib qoldigan bunday ahvollar yuz beramdi, buni bir qisqacha deb baslam. Buning ham qarindoshlarimiz diqqat qilib olsa ham yaxshi bo'ladi. Bu
bu sual mana yaxshi bo'ldi. Butun chet ellik qarindoshlardan mening bir iltimosim shu. Xitoyning WeChat deb bir shu qo'l telefonlarda ishlatayotgan app bor. Ya'ni Xitoycha ismi bilan Weixin. Mumkin bo'lsa qarindoshlarimiz bu WeChatni ishlatmaslik kerak. Bu bir. Chunki Xitoyning bevosita shu bexatarlik organlari boshqaradigan bir app. Bu appni telefona qochilgan qarindoshlar yolg'iz o'zini ham Xitoyga izlatmaydi. Shu qarindoshlarimiz shu appni qochilgan telefonga mayli sirtdan kirgan telefon bo'lsin, mayli shu telefondan sirtga chiqqan telefon bo'lsin, bu telefonlarning hammasini Xitoy hukumati ko'rib turdi. Shuning uchun bu qarindoshlardan oldi bilan birinchi bo'lib mening iltimosim shu WeChat yoki Weixin qochilgan nimani ishlatmanglar va shu telefonni almashtirib bir hediya beribsanglarmi yoki bir yerga iyona qilibsanglarmi, azam bo'lsinmi shu yangi telefon elib yoki WeChat yoki Weixin qochilmagan telefonlarni ishlatmanglar demoqchisiz. Ya WeChat qochilgan hech bir telefonni ishlatib olmaydi. Chunki WeChat qochilgandan keyin shu telefonning yumshoq detaliga Xitoy bexatarlik organlarining shu WeChat orqali nazorat apparati o'rnatilgan bo'ladi. Shu WeChat qochilangan telefonga kirgan va chiqqan butun telefon nomerlarini bu Xitoy hukumat ko'ra oladi. Shu sababdan WeChatni ishlatmaslik kerak bu bir. Ondan keyin qurultayning aytib puxta. Dunyo Uyg'ur qurultayi bu qarindoshlarimiz o'rinni va bularning aloqalash usulini hech bir insonga bermaydi. Bu jihatdan bizning og'zimizdan bir qatim og'zimiz kuydi. Onun uchun sutni qattiq fulab pishirishga keldik. Qurultay bu insonlar bilan o'zi aloqa qilyotdi. Bu qarindoshlarimiz ular bilan aloqa qilaman deb avora bo'lmasin, ularni qildigan ishi qo'ldan kelgancha yordam qilish, iyona qilish, bu qarindoshlar uchun duo qilish. Allah razı olsun. Mesela Allah razı olsun. Nəhayət yaxşı bir məsləhət, yaxşı bir çaqırıq oldu. Bu Weixin, WeChat meselesini biz qarindoshlarga isbotlari bilan Xitoyninki har bir WeChatlarni ichib turib, boshqa Xitoy soqchilarininki naq maydonda ko'rayotgan ko'rinishlardan tortib to'rlarga yo'llab qo'ysaqmi, ammo nurg'un qarindoshlar bunga diqqat qilmay, o'zi men bexatar deb o'ylaydi, ammo WeChatda aloqalashgan qarshi tarafni o'ylanmaydi. Inshaalloh bundan keyin tuzilib ketadi. Bu Misr voqeasida Misrdagi Uyg'urlarni yötkeş veya Mısır'dan Uygurlarının kaçış meselesinde biz Gollandiyada Mısır'daki qarindoshlarni qo'llash yuzasidan chunki nurg'un qarindoshlar turma deydi shu vaqtda turmoq tutilgan Misr soqchilari tarafidan Gollandiyada bir namoyish qildik Xitoy konsuli oldida bu qitimliq bu masaladami dunyoda bir namoyish qilish degandek bir ishlar qo'limizdan kelamdi va yoki qilish to'g'rimi xatomi bu to'g'risida bir uchur vaslar shuning qarta dunyoda boshqa yana bir maslahatlarni qilib qo'ysak. Ko'p rahmat. Misrdan Turkiyaga kelgan qarindoshlar haqida shu bir qancha narsani men ta'kidlab qo'ymoqchi. Bu qarindoshlarimiz menga shaxsiy holatda jiq uchur qilyotdi. Men bu qo'limdan kelishicha bularga uchurga javob qaytaryapman. Bu qarindoshlarimiz Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga mundaqlab berib, men shu yerga iltimos qilinglar demedim. Buning sababi shu. Bir, bu Misrdan Turkiyaga kelgan qarindoshlarimiz normal holda g'arb davlatlarga sayohat vizasi olish imkoniga ega emas. Viza iltimos qilsa %99 rad qiladi. Ikkinchidan, g'arb davlatlariga mustaqil ko'chman yoki texnikalik men bo'lsa bir ko'chman bo'lish salohiyatiga ega emas. Buni rad qildi. Unda biz qanday qilamiz? Bu qo'llarda boshqa amal bo'lmagani uchun. Bu masaladan bu programmaning keyinda alohida so'raydim, chunki bu to'g'riliq bu cho'ng bir masala. Bu bo'libmi Turkiyadagi muhojirlar va yoki boshqa davlatlardagi nurg'un bugun eng cho'ng beshimizda og'ritayotgan masalalardan birisi yoki biz duch kelayotgan qiyinchiliklardan birisi, men buni ayrim so'rayman. Yana bu Taylanddagi bolalar to'g'risida so'zimizni tugatib olsak inshaalloh. Ya'ni Taylanddagi bolalar uchun biz hozir duo qilish dedik. Undan keyin iqtisod to'plab qurultayning vasitasi orqali buni uyatish degandek maslahatlar gap so'zlar bo'ldi. Ya'ni namoyish qilish qanchalik to'g'ri? Xatomi? Ular ziyon foyda keladi. Namoyish qilish bu qarindoshlarga foydasi oldi, ziyon olmaydi. Birisi namoyishdan hech qanday ziyon olmaydi. Chunki bu namoyish qilish bir insonning talabini bildirdi.
Yana birisi Xitoy hukumatining bu musofir Uyg'urlarga tutgan siyosatiga nisbatan bir norozilikni ifodalaydi. Shuning uchun bu kam bo'lsa bo'lmaydi. Buning ustiga jamoatimizning bu qarindoshlar bilan bir vujud, yek vujud ekanligini ifodalaydi. Shu jihatdan agar namoyish qilish imkoni bor bo'lsa, albatta namoyishni qilish kerak. Namoyishni yolg'iz Xitoy konsul oldidan qilish kerak, Malayziya va Tailand qatorliq bu davlatlarning konsullari oldidan qilish kerak. Chunki bu davlatlarni Xitoyga yontayoq bo'lib, Uyg'ur musofirlar masalasi kelganda o'zlarining xalqaro mas'uliyati va javobgarligini bir yonga qarab qo'yib, Uyg'urlarni matoga o'xshash pulga sotyotdi. Bular diniy jihatdan to'g'ri emas, insoniy jihatdan to'g'ri emas, xalqaro bularning imzo qo'ygan nurg'un to'xtamnomalarga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun bu namoyish qilish albatta hech qilolmasak, qo'limizdan faqat hech ish kelmasa, o'zimizning noroziligini ifodalaydigan bu qarindoshlarimizga bo'lgan hamkorlik va bir dil, bir yurak, shuni ifodalaydigan eng oddiy bir usul. Buni har yerda qilishimiz to'g'ri keldi. Bo'lsa kuchli holda boshqa tashkilotlarning boshqa shu ishga ko'ngil bo'lgan insonlarni matan safarbar qilib, 10-15 odam bilan emas, bo'lsa yuksak ovozda va cho'ngroq ishtirok bilan shunday namoyishni pat-pat o'rinlashtirib turish albatta bu qarindoshlarimiz uchun foydali. Hatto mumkin bo'lsa Yevropada shu UNHCRning oldidan bir qator namoyish qilish kerak. Nima uchun UNHCR bu Uyg'urlarning ishini shunchalar tahlikalik Xitoyning doim bu Uyg'urlarni nanadan xuddi nimalarda cho'llarda ovlaganda Xitoylar tutib ketibsa, bu UNHCR hozirgacha Uyg'urlarning ishini tiziltish haqida bu nimasini o'zgartmadi. Hozir shu Janubaga o'sha haqida bisim qilyapmiz. Qachongacha shunday qilsa kerak? Ya'ni bu Uyg'ur qarindoshlarimizning Turkiyada bo'lsin, nerda bo'lsin, UNHCR iltimos qilgan qarindoshlarimizning ishi chaqqaroq hal bo'lishi kerak. UNHCR buni his qilish kerak. Shuning uchun bu namoyish dal o'zimizning talablarini o'tirib qo'yadigan nimaning yo'llarini, vositalarning birisi bo'lgani uchun mencha bu chet ellarda hozir burun masalan Misrdagi o'quvchilarga mening nimam bor. Bu o'quvchilar Misrdagi vaqtida bizning tashkilot ishlari hammadan uzoqda edi. Ulardan obdan xabarimiz bor. Hatto men Yevropa parlamenti ishlarida 2011-yilda men ba'zi qarindoshlar aloqa qilib, qo'rqib ketganman bilan aloqa qilishdan. Xuddi bizdan bak Xitoy hukumati hech narsa qilmaydi deb bexutlashib yurgan. Lekin hozir 5 kun tushganda biz ularni hisob qilmaymiz. Bu qarindoshlarimiz dunyo Uyg'ur qurultayig'anda qaraganti, bunda qaraganti. Biz unda qaramaymiz. Ular bizga qanday qarasin, bu qarindoshlarimizga biz ega chiqamiz. Bu qarindoshlarimiz mayli Uyg'ur davosiga o'zini burun uzoq tutsin, yaqin tutsin, biz o qarindoshlarga ega chiqish bizning vazifamiz. Ve tashkilot shu. Shu jihatdan hamda o qarindoshlarimizni bundan keyin shuna namoyish nimalarda Turkiyada qarindoshlarimizni oshtimroq ovoz qo'shishini men bir millatning bir a'zosi sifatim bilan bu qarindoshlardan talab qilaman. Ya'ni Uyg'urning qo'yashi hozir. Ya'ni biz Uyg'ur o'zimiz qilishdagi ishlarni qilmay boshqalardan yordam kutadigan vaqt o'tib ketdi. Cho'ng ishni qilolmasak, bir-birimizga yordamchi, bir-birimizga hamkor bo'lishimiz kerak. Bir-birimizga ega chiqishimiz kerak. Vatanda qarindoshlarga hozir qo'limizdan chiqishganmisimi, chet elda shunday qarindoshlarga biz ega chiqyapmiz, ega chiqishimiz kerak. Bu ega chiqish yolg'iz qurultoy qilyapti deb qurultoyga ishtirib qo'yish bilan bo'lmaydi. Buni qurultoy bilan hamdam bo'lish kerak, qurultoyga yordam qilish kerak. Bu ishlarni qilayotgan qarindoshlarga hech ish bo'lmasa, qo'ldan bir kelmasa duo qilish kerak. Ya'ni Uyg'urlar o'ziga ega chiqmay turib, bir millat sifatida bir-biri bilan hamkorlashmay turib, o'zining tashkilotlari, o'zining o'sha g'amini qilayotgan qarindoshlari bilan bir safda bo'lmay turib, ya'ni bu ishlar unchalik nim bo'lmaydi. Ya'ni Uyg'urlarning hozir bir vujud bo'lgan vaqti. Shunlashqa mayli namoyish olsun, mayli boshqa iyona to'plash faoliyati olsun. Chet ellik Uyg'urlarning bu sen palonchi, pistonchi deb hozir bir rang araydigan vaqt emas, mazhab araydigan vaqt emas. Hozir Tailand qarindoshlarimizning 5 kunda bu qarindoshlarga yordam qilish bizning vazifamiz. Oldi bilan bu qarindoshlar qutulib chiqsin, undan keyin biz o'zaro g'alaba qilamiz, nima qilamiz, paranglashamiz, ularni deyish olaymiz. Bu Misr masalasida biz chet elga chiqqandan beri eng cho'ng umumyuzlik seferberlik kelib, Uyg'urlarning birlashib turib yordam qilish faoliyati Misrdagi o'quvchilarni qutuldirib olishda ro'yobga chiqdi va Uyg'ur xalqininki naqadar ittifoq ekanligi, mustaq bir insonning beshiga kun tushsa naqadar uni qutqizilish uchun tirishadiganligidan iborat bu haqiqat o'ttirg'i chiqdi. Ammo
Şu vaqtning o'zidami Misrdagi talib qarindoshlarimiz, mayli Turkiyaga kelib olgan bo'lsin, mayli Yevropaga kelgan qarindoshlarimiz bo'lsin, hatto Gollandiyaga 20 dan ortiq oila, 60-70 odam keldi. Toplam siyosiy faoliyatlarga, mayli namoyishlarga chiqish masalasida biroz passiv edi, ammo bugungi kunda inshaalloh o qarindoshlarimiz jiq o'ylanib, mayli imoniy nuqtadan, mayli milliy nuqtadan bo'lsin, hozir bek yaxshi, inshaalloh bundan keyin ham yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylayman. Bular Misrdan kelgan o'quvchilarimizningki bu masalada inshaalloh cho'qim aktiv bo'lib ketadi deb o'ylayman, Alloh xolisa. So'zimizga kelsak, mana hozir biz masalan Gollandiya yoshlarining tashkillashida bir 100 kishilik namoyish deb bir 15 kun oldin bir namoyish chaqirib qo'ygan edik. Hozir 100 kishidan ishib ketdi. Yaqında Allah xolisa bir namoyish qilmoqchimiz, balkim 12-oyning 10-kunisi. Mana mushundaq namoyishlarimizda bu Tayland bu hamda bizningki namoyishni tashkillaga yoshlarimiz qanchalik to'g'ri ko'rdi, xato ko'rdi uni bilmayman. Faqat bir maslahatda shu Taylanddagi qarindoshlarimizning haq-huquqlari uchun Tayland konsuli, Malayziya konsuli va Xitoy konsuli degandek o'rinlarda namoyishni qila olsak, buningki shu Taylanddagi bolalarga nisbatan bek cho'ng foydasi bo'ladi demak sizlar, shunami? İkinciden, UN Asiya to'g'risida kichikkin ochiqlama bahslar, bu qanday qildigan bir yer, nima ish qildigan yer, bunimi xalqimiz biroz bilib olsin. UNHCR deb atalgan o'rinning uyg'urchasi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musofirlar Oliy Komissarligi. Shu so'zning organning qisqartirilgan atalg'usi inglizcha UNHCR. Bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bir tarkibiy qismi. Yani Birleşken Devletler Teşkilatı'nın medeniyet terkibi kısmı var, UNESCO deyimiz. Yani bu misafirler münasebetli kısmını UNHCR deyimiz. Bu UNHCR neymiş kıldığı avrum? Olup mu UNHCR 2. Dünya Savaşı'ndan keyin Birleşken Devletler Teşkilatı kurulup uzun ötmey bu organ kuruldu. Çünkü 2. Dünya Savaşı'da Avrupa'da ve dünya miqyasida 100 milyondan insan öldü. Moşundaq balay afet bo'lgani uchun g'arb davlatlari bir araya kelib, bundan keyin biz urush qilmay, o'rtaq so'zlashadigan bir siyosiy sahna, bir o'rin barpo qilaylik. To'qinishlarimiz bo'lsa, ziddiyatlarimiz bo'lsa, mush yerda hal qilaylik deb Birlashgan Davlatlar Tashkilotini qurdi. Yani Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qurilib, buni hozirgacha 47-yildan buyon dunyo xarakterli urush bo'lmadi. Chunki davlatlar do'stona bo'lsin, dushmanlarcha bo'lsin, gapini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti deydi. Vaqirishidi, jaqirishidi, hech bo'lmasa urush bo'lmadi. Buning roli shu. Ammo bu 2. Dünya urushida 200 milyon, 300 milyondan ortiq insonlar uylaridan, makonlardan ayrildi. Bularni qanday o'rinlashtirish kerak degan savolga javob tepish uchun bu g'arbdagi ilg'or davlatlar, ya'ni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qo'lgan o'rinlar birlashib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining oliy musofirlar oliy komissarligida bu UNHCRni qurib chiqdi. Ve a'zo davlatlar bu tashkilotga her yili bedel to'laydi. Bu Birleşken Devletler Teşkilatı Musafirlar Oliy Komissarlığı dünya miqyosida hozir 60 milyon ortiq uy makonlardan ayrilgan musafirlar var. Bu musafirlarni agarchanda o'zining yurtlarida yashash imkoniyati bo'lsa, ularga har xil yemak ichmaklik va qonalg'u turalg'u masalalari bilan bularga yordam qiladi. Agar o'z yurtlariga qaytish ehtimolligi yo'q yoki beshiga keladigan, ya'ni hokim millat tarafidan bu insonlarga bo'ladigan siyosiy, diniy va boshqa zulm tufaylidan o'z yurtlariga qaytolmaydigan yoki qo'rq sababidan qaytishni xohlamaydiganlarga nisbatan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musofirlar Oliy Komissarligi bularni bexatar davlatga o'rinlashtirdi. Bularning vazifasi shu. Endi bu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bu odamlarni o'rinlashtirganda 5 xil o'lcham bo'yicha bu insonlarga bir salohiyat berdi. Yani musafir yoki refugee ya panohlanuvchi bo'lish uchun 5 shart bor bu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bekitgan. Buning birisi bir millat irqiy kamsitishga uchragan va irqi sababidan shu davlatni boshqarayotgan hokim bir kuch tarafidan besimga, zulmga uchragan bo'lish kerak. Ikkinchisi milliy kelib chiqishi, ya'ni Uyg'ur bo'lgani uchun zulmga uchragan bo'lish kerak yoki her xil kamsitishga uchragan bo'lish kerak. Uchinchidan diniy e'tiqodi. Mayli qaysi dinga ishonsin, shu ishongan diniy e'tiqodi sababidan shu davlat va boshqa xalqlar tarafidan kamsitishga zulmga uchragan bo'lish kerak. To'rtinchisi siyosiy ko'zqarash. Ya'ni siyosiy ko'zqarash sababidan bir inson kamsitishga va ziyonga uchragan bo'lish kerak.
Beshinchisi, o'zi tava bo'lgan bir milliy urf-odat, tarix, an'ana qatorliq ijtimoiy alohidliklar sababidan kamsitish kuchaygan bo'lishi kerak. Mushu 5 o'lchamga tushadigan bugun yer sharida Uyg'urdan boshqa millat yo'q. Hammasi tushdim. Shunaqa. Buga Uyg'ur xalqi yani Türkiye kavmiga kiradi, yani irq bo'lish bilan. O'zining vatanida men Türkiye irqiga mansub, men bir Türkologiya tadqiq qilman demaydi. Yani Uyg'ur xalqi Uyg'ur bo'lgani uchun bugun o'zi turayotgan shu davlatga Xitoy hokimiyat sababidan Uyg'ur bo'lgani uchun ziyonkashlik uchrayotdi. Yani Uyg'ur xalqi Xitoyning Kommunist partiyasini yoki shu ideologiyani qabul qilmayman demaydi. Uni qabul qilmagan uchun ziyonkashlik ko'radi siyosiy sababdan. Yani dini e'tiqodi sababidan ko'ryapti. Mashrab yoki Uyg'ur tili yo Uyg'ur tarixi deganda ijtimoiy ishlarni Uyg'ur xalqi nima qilolmaydi. Bunanga bir g'ayrat qilolmaydi yoki shuni men o'rganay demaydi. Mush 5 turlik o'lchamga, ya'ni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bekitgan, mush 5 turlik o'lchamga birdan bir to'shadigan dunyodagi bechora millat Uyg'ur millati. Mayli Xitoyning eng oliy huquqini tutqizib qo'ygan Uyg'urlardan qo'rchoq boshliqlar bo'lsin, mayli eng tuvandagi dehqon bo'lsin. Mush 5 turlik Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bekitgan o'lcham bo'yicha musofir. Shunda bo'lsa, bu insonlarni qo'g'dash Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musofirlar oliy komissarligining vazifasi. Endi bu Turkiya, Misrdan Turkiyaga kelgan qarindoshlarimiz bu iltimosni qilgandan keyin bularning qarorini Jenevadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musofirlar komissarligining Jenevadagi o'rni yoki bosh shtabi bu qarorni beradi. Endi bizning hozir tashkilotlarimizda mushu jarayonlarni tizlatgandan keyin, bularning qabul qilishini qo'l keltirgandan keyin Kanada va boshqa g'arb davlatlarga bu insonlarimizni qabul qilishning yo'lini ochish. Bizning qilayotgan ishimiz mush ikki. Birisi bularning iltimosini tizlatish, qabul qilish jarayonini, qabul qilgandan keyin uchinchi bexatar davlatga o'rinlashtirishning yo'lini ochish. Yani Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Musafirlar Komissarlığı mush Uyg'urlar eng az foydalangan xalqaro bir organning birisi. Yani Uyg'ur xalqi boshqa millatlar millionlab iltijo qiladi, iltimos qiladi bu organlarga. Bizning Uyg'urlardan eng ko'p iltimos qilsa 100 taxmin men Turkiyaga kelgan Misrdagi o'quvchilarga chiqargan iltimosni murojaatnomadan keyin 200 ta odam iltimos qildi. Amaliyotda Turkiyada 3-4 mingdan Uyg'ur bor. Yani ko'z ko'rib turibdi, hozir Turkiyada 2 milyon Arab shu organga iltimos qiladilar. Yani Uyg'urlar bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan iborat bu mavjud bo'lgan, bo'lgan imkoniyatdan foydalanmagan, lekin shart sharoiti to'liq shu o'lchamga tushadigan dunyodagi millatlarning birisi. Shunlashqa chet ellik qarindoshlarimiz bu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musofirlar komissarligini undaq bu bo'lmaydigan yer deb qaramaslik kerak. Xitoyning besim bilan ba'zi o'ng'ursizliklar bo'ldi. Agar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti iltimos qilmasa, Xitoyning besimi bularni yengillab qolmadi. Ammo bu imkoniyatdan foydalanish kerak. Allah razı olsun. Men bu Taylanddagi bolalarimiz, qarindoshlarimiz to'g'risida ikki dona savol so'rayman. Uningdan keyin boshqa masalaga o'tib ketamiz. Bugun herhalde sizlarningki jiddiy bir vaqtlarda degandan beri yerib ichib kelib, hozir uyga kirib bir ichini suv ichishga sharoit bo'lmadi. Allah razı olsun. Taylanddagi qarindoshlarimiz uchun Tayland hukumatiga besim qila olgandek nima ish qila olamiz va Dunyo Uyg'ur qurultiyi buning uchun nima ish qilib beradi? Buni bir qisqacha javob bersa, undan keyin boshqa masalaga o'tib ketamiz. Bu xizmatlarni biz qilyapmiz. Yevropa bayotim aslida bir tilg'ilib o'tdim. Yevropa birligi bu haqida xizmatlarni qiladi. Amerika allaqachon so'rog'im umumiy xalqqa, Yevropada, Amerikada, boshqa Turkiyada yashayotgan umumiy xalqimiz Tayland hukumatiga besim xarakterida nima ish qilib beradi? Yani xalqlar va davlatlar. Xalqlar. Xalqlar. Bayatın degandek birisi bu qarindoshlarimizga o'zimizning bir vafo qarzimiz bor. Iyoni bilan, duo bilan bu qarzimizni ado qilishimiz kerak. Oldi bilan yordam qilish, quruq duo bilan bo'lmaydi. Albatta duo bizning bo'lgan istoshligimizni va Allohning bular ustidagi bir rahmatini, mag'firatini talab qiladigan bir o'zimizdan qo'ldan keladigan bir nima.
diniy vazifamiz. Eng muhimi bularga moddiy jihatdanmi qo'limizdan kelsa bir vaqt tomoqni yemayli, bu qarindoshlarga yordam qilayli. Uyg'ur xalqi shunday vaqtda o'zimizning kuchini ko'rsatamiz. Mana bu biz qila oladigan ish. Anadan keyin bayatdan so'zlab ketgandek, namoyish shakli bilan eng muhimi shunday vaqtida tashkilotlarni qo'llash kerak. Shunday xizmat qilayotganlarni qo'llash kerak. Ya'ni tashkilot sirtidan bu xizmatlarni qilayotganlar bor. Lekin eng muhimi hozir bu Taylanddagi qarindoshlarimiz Dünya Uyghur Qurultayıga ishonibdi. Dünya Uyghur Qurultayıga o'zlarini aloqa qilish uchurlarini yo'lladi. Unda bo'lg'achqa bu qarindoshlarimizga bevosita ular bilan munosabat bog'layotgan hozir Dünya Uyghur Qurultayı va Dünya Uyghur Qurultayı shu qarindoshlarimizning ishonchini yerda qo'ymayman deb kech soat 12-1-2 etganlargacha 24 soat nima qilmadi. Men hozir bugun men 3 soat uxladim desam bo'ladi. Atgan men qopsam birdan shunda uchurjaq ko'zlarimiz zaten aram turdi. Mana hozirgacha shu ishlar bilan. Ya'ni bugun kechda bo'ladigan ishlar va bugun atgan bo'lgan ishlar va dushanba kuni bo'ladigan ishlar va hukumatlar bilan bo'lgan munosabatlar nayti yaxshi davom qilyapti. Asos muhim davlatlar allaqachon telefon yoki email bilan emas, maxsus vakillar avatib ishxonalarda ayrim o'ltirib bu ishlarni qanday qilish haqida, konkretni bu davlatlar qaysi jihatdan yordam qilish haqida allaqachon talablarimiz yo'llandi. Bu davlatlarga nayti ijobiy javob beryapti. Endi biz xalqimiz o'zimiz qilishdagi ishni qilishimiz kerak. Ya'ni bayatın degandek bu qarindoshlarimizning qo'sig'i och. Turadigan yeri yo'q. Bu qarindoshlarımızga u yerda biz ya'ni nurg'un kuchlarni safarbar qilishimiz to'g'ri keldi. Inson huquqlari tashkilotlari emas. Bu qarindoshlarimizni to'ralg'i lozim. Bu qarindoshlarimiz toki bexatar yerga berib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti iltimos qilib, "Ma mening ishimkan, ma mening yeydigan nenim, ma turadigan yerimkan" deb bo'g'icha biz o'zimizning insonligimizni, qarindoshligimizni bu qarindoshlar ko'rsatishimiz kerak. Bular yetarli darajada azob tortdi, turmada yotdi. 2004'ten beri turmada. Bular vatanı jutidan ayrılgandan beri bir kun bir holu qarab bakmadı. Tayland'ın ormanlarında yağmurda yattı. Tayland'dan Kamboçya'da şu sakçılardan korkup bir gün bir hatırjam gün yaşap bakmadı. Mana endi Uyghur millet boluş süptimiz bilen mana hazır özümüzün şu qarindoshlarımızga bir ko'nglimizni az olsun ifodalaydigan vaqt mana shu. Men bütün Uyghur xalqini chet eldagi mayli bundan keyin nima degan bo'lsa, nima qilgan bo'lsa, mayli qurultayning xizmatlarini qo'llamasin, ammo shu qarindoshlar Taylanddan qochgan, turmadan shunday qiyinchilikda qochgan qarindoshlarga ilib berayotgan xizmatlarni texnik kuchayish uchun moddiy jihatdan va ma'naviy jihatdan yordam qilishini men talab qilaman. Bu qarindoshlarning hozir qila oladigan eng muhim xizmatlaridan birisi shu. Dünya Uyghur Qurultayı'nınki men meselelerni tez o'tirib qo'yay, chunki vaqtim bir yerga berib qoldi. Dünya Uyghur Qurultayı'nınki bu qitimliq Tayland hukumatiga besim qilish uchun alayda bir namoyish uyushtirish plani bormi? Buningda xabarlar bormi? Buni ijro komiteti bekitdi. Bular cho'qim uni o'ylashmaydi emas. Hozir ammo taraf yuguradigan ishlarimiz jiqo'g'achqa ijro komitetining raisi hurmatli Umar Qanotni men kechadan uxlamadim men bilmayman. Chunki hozir bizning Kanada bilan hozir Washingtonda vaqt berman turayotgan yer bilan qaysi soatlargacha uchirilish almashtirib turganligini men bilmayman. Ertagan qopsam javob berib shunday nim qildik. Kechadan ben zaten asasen uxlamadim. Chunki bizda 12 bo'lganda Yevropada 6-7, Turkiyada bundan shu uchurlar to'xtamadi. Shunlashqa qurultay mencha buni cho'qim o'rinlashtirdi, lekin hozir hamda ijroiy komitetning buni o'rinlashtiradigan ijroiy komitetning beshini ko'targidek vaqti yo'q. Rost gapni desam. Herhalde shu ertagungacha darrov jiddiy tutib qilmish bo'lmaydigan ba'zi xizmatlar shuni qilib allaqachon bu o'qitirishni e'lon qilishiga men cho'qim ishonaman. Dünyadaki başka cemaatler veya teşkilatlar yani öz aldığı karar çıkarıp biz bu Tayland hükümetine karşı bir besim işilteyle de namayış teşkillese bu bir icabi mesele de karaysızlar. Şunak mı? Elbette her bir insanın meyle Dünya Uyghur Qurultayı'nın terkibinde bulunsun bu xil narazilik faaliyetlerini elip beriş tamamen hakkı var. Eğer Dünya Uyghur Qurultayı'nın şunda ortak çakırıkı bilen texmi güçünü birleştirip texmi gür avazda kılalısak bu en yaxşısı. Eğer Dünya Uyghur Qurultayı'ndan ayrım faaliyet kılıp müştaq kılman deganlar olsa, ularga nima deb qilsan degan savolni biz qo'yolmaymiz. Chunki har bir insonning vatan davosini
o'zi to'g'ri topgan shaklda va usulda qilish haq huquqi bor, uni biz hurmat qilamiz. Undaqda yana bir masalaga o'tib ketsak, vaqtlar bormi? 5-10 minut. Davomlashtirib o'taylik. Programmamiz biroz uzadi, shunaqa bo'lsinmi? Bugun yana bu Misrdan kelgan o'quvchi qarindoshlarimizning ko'pinchisi Turkiyaga yerlashyotdi yoki shu yerda turyotdi. Ammo Turkiyada ma'lum siqintilar, iqtisodiy masalalar, pasport, iqomat masalalarida nurg'un qarindoshlar menga shaxsan her kuni demasammi 2-3 kunda bir qarindishimiz yozadi. Gollandiyaning ahvolini so'raydi, Rossiya, Belgiya, Yevropaning ahvolini so'rab bu yerdagi siyosiy panohlik talab qilish ishlarini so'raydi. Hammasiga ayrim-ayrim javob berib kelyapmiz. Bu qarindoshlarimizninki Yevropaga ko'chishda yoki mayli shu UNga iltimos qilish masalalarda bir avangardlik taraflari bormi bu to'g'risida? Qisqaroq javob bersa, chunki uning keyindan o'ylashtirib so'raydigan savollarim bor. Bu qarindoshlarimizni agar nimaga sharoiti yetsa, qaysi davlatga o'lisha olsa, g'arb davlatlari, Yevropa davlatlari bo'lsin, Amerika, Kanada, Avstraliyada bo'lsin, shu davlatlarga siyosiy panohlik talab qilgani yaxshi. Tanlab o'ltag'idek holda emas biz. Yevropa davlatlarining hammasi yaxshi. Ularni Uyg'ur masalasini obdan bildi va har bir Yevropa davlatida yashayotgan qarindoshlarimizga yordamchi bo'ladi. Amerika, Kanadaga agar kelalisi bu yerda qarindoshlar hammasi yordamchi bo'ldi. Ya'ni bu qarindoshlarimiz ularga yer tanlab o'ltirmay, nega qurbi yetsa, qaysi tarafga bora olsa, shu yerga iltimos qilib, o'zlarining hayotiy bexatarligini kafolatga ega qilsa, u bir kun bo'lsa bo'ldi, xotirjam bo'ldi. Mening hamda bu qarindoshlar deydiganim shu. Ba'zi qarindoshlarimiz olmilashib tanlagandek yer tanlaydi, lekin eng muhimi jonning bexatarligi, hayotning bexatarligi, bir xotirjamlikka erishish bir kun bo'lsa bo'ldi, shu narsalar muhim. Şunlaşkım Avrupa devletleri olsun, Amerika, Kanada olsun, Avustralya olsun, qaysi bo'lsa bu qarindoshlarimiz shu yerga o'ralashib qolsa, yordam qiladigan odamlar bor. Uyg'ur nupusi, Yevropa shaharlari bo'lsin, boshqa yerlar bo'lsin, belgilik darajada Uyg'ur nupusi va bolalarni bunda qarindoshlarni o'ralashtirishda belgilik tajribasi bor. Shunda hozir masalan UNga iltimos qilgan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Abaysil delash bizdek qarindoshimiz UNga iltimos qildilar. Men aynı zamanda bu meselelerden biraz haberim var idi ama bugünküçe UN'ninki işlerine ait aslı kılavatkanlığı bizge ma'lum. Bunun da UN'ga bir besim kılalaydigan yoki shularning bir tezroq bizningki Uyg'urlarni o'rinlashtirishda jiddiyroq, aktivroq xizmat qilishga loyiq bir vositamiz bormi buni? Muhim masala. Endi hozirgacha ishkuzda qarindoshlarimizni bizning qo'limizga olishga iltimosi Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga 9 million 20 kun topshirib berildi. Bu bir. Mana shu yana 3-4 kun ichida Jenevada Birlashgan Davlatlar Tashkilotida bir yig'in bo'ldi. Bunda Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi va bir vakillar uyiga bordi. U Birlashgan Davlatlar Tashkilotida so'zlash haqqimizni tugatib bo'lgandan keyin yana ikkinchi adres shu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti musofirlar komissarligiga berib, bu qarindoshlarimizning iltimosi haqida u masalani suylaydi. Yana birisi Amerikada qarindoshlarimiz bor. Amerikadagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining shu musofirlar oliy komissarligining ishxonasi bor Washingtonda. Bular Washington orqali Jenevaga besim qilyapti. Chunki Jenevaning 60% dak puli Washingtondan keldi. Yani bu Türkiye'de qarindoshlarimiz uni unda o'ylab qolmasa, Dunyo Uyg'ur qurultayi bir ishni qilib, bundala biz uni har xil yo'llardan bu ishni tiziltimiz degan ekanmiz, uni tiziltishning qadamlarini mingyapmiz. Albatta bu ish biz qaror beradigan ish emas. Lekin bu ishni belgilik bir o'zimizning hozir planlagan yo'llari bilan maqsad bu ishni tizlab kelib bo'ladi bu bir. Yani bu işin biraz menfi tarafi, bizni biraz önem kılayotgan ve bu şu karar verdiğanlarını oylandırayotgan tarafi. Türkiye'de tuğan qarindoshlarımızın bexatarlik tekshirishi biraz uzun davomlashyapti. Sebebi Suriyaga ve qalaymiqonchilik bölgeleriga borganlarni hamma Türkiye orqali borgan, Suriyadan qalaymiqonchilik bölgeleridan kelganlarimiz Türkiye'ga kelgan. Shunlashqa bu g'arb davlatlari bu qarindoshlarımizga bir qaror chiqarishdan burun bu adamlar şu qalaymiqonlarga borganmi? Yani qo'liga qurol olganmi? Shunday ishlarga aralashib qolganmi deb mush jihatdan bexatarlik tekshirishini biraz qilyapti. Bu yerda biraz vaqtning kelib ketishimi shu. Lekin shunday bo'lsa-mu, biz bu qarindoshlarimizni ishini tiziltish uchun, ya'ni maxsus Jenevada bir qarindoshimiz bu ishlarni suylaydiganga maqatimqa Dunyo Uyg'ur qurultayining alohida qurultayida bir adam bekitildi.
Cenevada maxsus bu işlarni söyleydiği hazır qarindishimiz var. Başka devletler mi bu işlarni qilyotidi. Yani bunun başka türlü bir siyerlik bir yolu yok. Yani yalvarımız, yığılaymiz, barımız, insanlarni boshqa salamiz. Bu karar verish mexanizmidagi adamlarga ta'sir qiladigan davlat va boshqa tashkilotlarni ishga solamiz. Shu orqali bo'ladi. Ya'ni Uyg'urlarni tushuntiramiz, Xitoyning bu Uyg'urlarga bo'lgan tahdidini tushuntiramiz. Bu ishlarning chaqqaloq bo'lmasa bu qarindoshlarni qiynab olish ekanligini bularni so'zlaymiz. Shunday orqali bir insoniy yurgi va insonlarning yurgini ta'sirlantirish orqali bu qarindoshlarga yordam qilamiz. Buning boshqa turli bir serliq bir ochquchi yo'q. Bunda bir soslam ichildigan. Ishlash kerak, minish kerak. O'tgan qatim Kanadaga iltimos qilganlar masalasida sizdan xabarlarni anglab turgan bo'ldik. Kanada iltimos qilgan va Kanadaga ekitish planlangan Uyg'urlarning masalasi to'g'risida qisqacha so'zlab bersa, uni bilib qolaydi. Yani Ben bir hata tushungan bir avval. Men hech kimni men Kanadaga ektiman demadim. Hozir yozgan narsalarimni sizni Kanadaga ekitidigan bo'ldi deb angladik yani. Ya meni onda meni onda haqqi bergan, meni onda qo'limda bir kuchmi yo'q. Faqat Misrdan bu o'quvchilarimiz qaytarilgandan keyin meni yuragim biroz etishdi bularga. Shu Kambodjadagidek bir fojia bo'lib qolmasin deb men shuni bilan bu insonlar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti iltimos qilsin dedim. Uning sababimi dal bu qarindoshlarimiz normal viza iltimos qilsa bermaydi. Ikkinchidan ko'chmanlik sharti to'shmaydi. Unda hozir qanday qilish kerak? Turkiyada menga o'tirish kerakmi? Hech bo'lmasa Kanadaga kelib qolsa, men o'zim Kanadada bo'lganim uchun Kanadaning hozir ko'chmanlar ministri ayt yaxshi odam Ahmed Husan deb Somalilik musofir o'zimi musulmon odam. Yani Kanadada shunday bir masalalarni anlatib qila oladigan bir odamlarimiz bor. Bunda bir qarindoshlarimiz bor. Bunda sharoitda benim qilsanglar deb. Ondan so'ng Kanada shu 3 yil ichida 1 million odam oldiganligini shu bir hafta ichida ko'chmanlar ministri e'lon qildi. Ya'ni Kanadaning insonga ehtiyoji bor. Endi masala shu qaysi inson. Biz shu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan bu qarindoshlarimizni qabul qilg'izsak, bu qarindoshlarımızga Birlashgan Davlatlar Tashkiloti shu musofir degan nimani bersa, endi kelishgani. Uningdagi Kanadaga albatta birinchi bo'lib men Kanadaga borman. Meni qila oladigan ishim shu. Kanada hukumatiga bu qarindoshlarning tizimligini allaqachon topshirib bo'ldik. Yana topshiramiz. Topshirib Kanadadan o'zimizning nimalarimiz bor. iltimos qilish bilan bog'lanishlikmi bu ko'chmanlarninki yoki Uyg'urlarninki Kanadaga iltimos qilish masalasida UN vositasi bilan bo'lamdi bu ish? UN vasitasi bilan UN qabul qilganlarni Kanada shartsiz qabul qildi. Ya'ni ularga men qabul qilmayman demaydi. Birinchi bosqich shu. Uning ustiga UN tarafidan qabul qilganlarning bexatarlik tekshirishini Kanada qilmaydi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ilib borgan bexatarlik tekshirishini Kanada qabul qildi. Shunlashqa biroz nimasi tezroq bo'ldi. Ya'ni ikkinchi bir yo'l agar Kanadada yillik belgilik kirimi bor qarindoshlarimizning 5 bir bo'lib, bir insonga jamoat kapolatida kepil bo'lib, bir insonni kelaydi 5 odam, bir oilani. Onunga o'tganda bir murojaat chiqarsak, ba'zi qarindoshlarimiz nim qildi, men aldirashib ketdim. Bu jihatdimi endi qarindoshlarimizni men safarbar qilib, qanchalik kirimi belgilik esa belgilik o'lchamga yetgan qarindoshlardan qanchalik o'sishini tizimlab, bu orqali jamoat kepil bo'lib 5 qarindoshimiz Kanadalik bir Uyg'urni yoki bir oilani ekilalaydi. Uning yo'liga endi o'tganda bir murojaat chiqadi. Kanadadan ba'zilar qatnashdi, ba'zilar ovoz qo'shmadi, lekin uningga mening vaqtim bo'lmadi. Kichikroq bir arsal olsam, buningga yana bir jamoatchilik tashlab, o'tganda men Turkiyadan qaytib kelgan Ibrohim Qorim bilan buni deyishdik. Endi Ibrohim Qorimni mushqa yana ko'ngil bo'ldi. Ibrohim Qorimni mush jihatdan safarbar qilib, jamoat birga to'plamoqchi. Anda qila olsak, endi jamoat kepilligidami insonlarni ekagili bo'ldi. Endi mening asosli umidim Xudoyim qanchalik umrimni berdi bilmayman. Bundan keyingi umrimning ko'p qismini shu Kanada qarindoshlarni ekilish uchun sarf qilaman deb shunday bir nima bor, irodam bor. Janob Alloh shu orzuyimni amalga oshirishni nasib qilsa. O'zim qonun jihatdan belgilik bir ma'lumot oldim. Ko'chmanlar qonunini yaxshi o'rgandim Kanadada. Shunlashqa bundan keyin hamda biz qo'limizdan kelganini g'ayratni qilamiz. Janob Alloh bu qarindoshlarning rizqini Kanada ko'targan bo'lsa, albatta Kanada kimdir. Bu bugungi programmamizda men anglagan eng yaxshi xabar bo'ldi. Bu 5 oilaninki, 5 kishininki bir oilani shundaqmi? Bir kishinimi yoki bir oila? Undaqda bu Kanadada qanchalik Uyg'ur bor sizlar?
Kanadada hozir 2-3 ming atrofida bo'lishi mumkin. 2-3 ming. Vajjihkan. Atrofida. Kanadaning endi bu bir qirg'oqdan bir qirg'oqqa 7-8 soat aeroplan bilan uchadigan ish. Sharqiy qirg'oqdan g'arbiy qirg'oqqa aeroplan bilan 7 soatda bog'ildi. Kechakandan Atlantida. Men turayotgan shaharim Ehtiyoji bor ekan. Toronto atrofida endi shu 1,000 ga yaqin Uyg'ur bor, yana boshqa shaharlarda bor, anadagi Vancouverda bor, shunaqa cho'ng shaharlarning hammada Uyg'ur nutqisi bor. Men taxmin qilaman endi shu o'quvchilar bo'lib, yoki asosiy ekim Uyg'urlarga aralashmaganlar bo'lib, hammasidan bo'lib bir 2-3 ming atrofida Uyg'ur bo'lishi mumkin deb taxmin qilaman. Demak shu 2 ming Uyg'ur bor degan taqdirdami? Bir qancha yuz odamni ikkitalaydi yani Kanadaga. Agar kirimi belgilikka yetgan bo'lsa albatta. Bunun sharti odam soni emas, kirimi belgilik, ya'ni bakkilik yuqori darajada kirimi emas. Belgilik songa yetganlar 5 birlashib turadi. Uyg'urlarni bek boy deb angladik. Inshaalloh taximjiq bersin. Alloh yetkazsin. Men shu banada shu Kanadadagi butun qarindoshlarga Jiroqdagi mollam, jing mollam deydigan gap bor. Men Jiroqda bo'lgandan keyin bir chaqiriq qilib qo'yay Kanadadagi qarindoshlarimiz, shu Turkiyadagi qiyinchilikda qolgan qarindoshlarimizni ekitishinglarni bir mezgil bo'lsa-mu shu jo'g'rafiya, shu bo'lgilarda bir pasport ilvoqchi bo'lsa, yashashga bir sabab bo'lib qolsak, shularni qutqazgan hisoblanamiz. Shuning butun Kanadadagi qarindoshlarimizga meniki samimiy tovanchilik bilan qildigan bir chaqiriqim. 5 kishi birlashib bo'lsin, bir kishini qutuldirib olaylik. Inshaalloh Alloh bizni qutuldirib oladi. Oxirida men bir savol so'rasam, undan keyin bu programmani oyoqlashtirsak deyman. Chunki deyishadigan gap bakjiq. Sizlar bilan Alloh xolisa bu birinchi qitimliq programma. Bundan keyingi xizmatlar to'g'risida jiq so'zlarni qilishmasa qolmaydi. Chunki dunyo bizga ta'kilyapti hozir. Butun dunyo bizga ta'kilyapti. Bo'labmi bizningki xalqimizningki ko'pincha muhojirlar o'rinlashgan Turkiyaninki ahvoli hammalarga ayon bo'ladi, mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, mayli siyosiy jihatlardan bo'lsin. Jiddiy bir buhronga aslında birinin keyindan birimizga kelyapti bu ish. Masalan, Kanadadagi mesele nima? Kambodjadagi mesele Taylandga keldi bugungi kunda. Taylanddagi mesele ertogin Turkiyaga kelib qolamdi, Gollandiyaga kelib qolamdi, boshqa yerga kelib qolamdi. Bu bir ciddi bir mesele. Chunki Xitoy yo'g'inatdi bu yerda-ku. Xitoy ciddi şekilde dunyoga besim qilgandek shaklga taraqqiy qilyapti. Demak, agar biz bugun bu ishning oldini olmasak, sizlardek bu ishninki ahli bo'lgan liderlar, yo'l boshlamchilar bilan jiddiy shaklda ittifoqlashib, quruq ziddiyat, quruq gap, quruq g'ayvat shikoyatni bijonga tashlab qo'yib, qalbimizni bir-birimizga bog'lamasak, ertaga mush xotirjam yashayotganlarimizning qiyosmonga o'lab qoladi. Shuning uchun bundan keyin muhojirlar masalasi hammalar muhojir chunki. Chunki Uyg'ur xalqining chet elda yashayotgan Uyg'urning hammasi muhojir. Bugun sizlar Dünya Uyg'ur qurultiyining muhojirlarga mas'ul bir boshliqi bo'la sifatlari bilan bundan keyingi deyishadigan gapimiz bek jiq. Ammo bugun vaqt munosabati bilan mushada oyoqlashtirsak, ya'ni bundan keyingi muhojirlar masalasida qurultayning va yoki qurultay bilan munosabat bog'layotgan shu tashkilotlarningki jiddiy bir shaklda, aktiv bir shaklda projelari va bundan keyin qanday bir xizmat bo'ladi, buningga bir qisqacha umid xarakterida bir so'z qilib bersam, undan keyin men bu programmani oyoqlashtirsam deyman. Ko'p rahmat. Bilan shu programmani ko'rgan butun do'stlarimizga ajratgan vaqtlari uchun ko'p rahmat. Inshaalloh shu programmada deyilgan gaplar ko'rayotgan qarindoshlarning birasini o'ziga ta'sir qilib, shu qilayotgan xizmatlarga mayli yordam nuqtasidan bo'lsin, mayli duo qilish nuqtasidan bo'lsin, yurigidan balkilik bir bu muzlar erigan bo'lsa va yoki bir yaxshi ish qilishiga turtki bo'lgan bo'lsa, nayta xush bo'lgan bo'laman. Bundan keyingi muhojirlar xizmati albatta qurultayning shu chet elda qarindoshlarni o'rinlashtirish Uyg'ur tashkilotlarining asosiy bir hisob keldi. Birinchi avlod jafo tortdi, yo'l ochdi, keng qarindoshlarimiz kelsa, nim bo'lishidan qat'iy nazar yordam qilib, hozir chet eldagi Uyg'urlar soni belgilikka yetdi. Endi chet eldagi Uyg'ur qarindoshlarimiz birinchidan
özünün milli ve dini kimliginden ibaret iki kimligimiz var bizning. Bunu saklash uchun aileden başlap hemmimiz gayret qilmasak bo'lmaydi. Biz muhacir olduk, chet elga chiqdik, chet elning sharoitida yashaymiz deb kelsak bo'lmaydi. Chet elda 5-6 avlod yashaganlar bor, o'zining urf-odat, madaniyat va til bilan yashayotganlar bor. Biz alhamdulillah musulmon ve biz Uyg'ur millati. Bu ikki milliy kimligimiz var bizning. Birisi diniy, birisi milliy kimligimiz. Bu kimligimizga ching nima qilishimiz kerak, esilishimiz kerak. Bu bir. İkinciden bu kimlikni jamoat ummasdan saqlag'ili olmaydi. O'zim men Uyg'urtim deb yolg'iz yashayman deb Robin Hood'dek bir orolga berib, kimlikni muhofazat qilolmaydi. Biz jamoat shaklida yashaymiz, birlikda yashaymiz. Ama Uyg'ur xalqini hozirgi Xitoyning shunday dahshatli zulmi bir ara keltirolmagan bo'lsa, buningga bak ichinishga to'g'ri keldi. Endi Uyg'ur xalqi bir yangidan bosh chiqarib, hammamiz o'rtaq bir nishon uchun onunga bir kuch chiqarmasak bo'lmaydi. Şu sebepten benim qarindoshlarga deydiganim chet eldagi insonlarimiz haqiqatan şu musafir qarindoshlarga hammasi yurgidan nim qiladi. Misrdan haydalgandimi, şu Kanadadami birdamning ichida 30-40 odamning belti elindi. Ya'ni bu qarindoshlarni tonimaydi bu Kanadadagi Uyg'urlar. Yani yordam shunday bo'ldi. Yurgidan chiqarib qiladi, bir kuyinadi, bu kuyinish ro'yi davom qilsin. Mayli dunyoning nerede bo'lsa Uyg'urlar bir-birimizga esilib, bir-birimiz bilan inoq ittifoq bo'lganda amadagi milliy va diniy kimligimizni taxmin saqlab qola olamiz. O'zimizni yovvoyilashtirmasligimiz kerak, o'zimizni xalqning qo'yniga ishtirib bermasligimiz kerak. Eng muhimi o'zimiz og'amchining uchini tutmagan ishlarning ichiga kirmasligimiz kerak. Mana Suriyada bo'lgan ishlar shuni ko'rsatdi. Suriyadagi ishlar qandoqdir jihad o'si bo'lsa ish emas, boshqa bir millatning g'oyasi uchun nurg'un insonlarimiz o'zini fido qilyapti bekorga. Şoňlaşqa özümüz ağamçının uçunu tutmagan işqa hayatımızı sepemesligimiz gerek. Bizning davarımız başqa. Bizning davarımız vatan halkıdaki 20-25 milyon halkımızın davası, bir müstakil devletimizin asli keltirish davası. Şu amalga oshguncha chet elde bir-birimizga yordamchi bo'lib, milliy va diniy kimligimizni saqlab, bolalarımızga to'g'ri durust tarbiya berib, bularning milliy va diniy engini sog'lom shaklda saqlab qoladigan da'vo. Şoňlaşqa men bütün chet el qarindoshlarning umidvor bo'lishini imkon bor. Qo'lidan kelgan hech qanday fursat bo'lsa, shu g'arb davlatlari kela oladigan qo'ldan bermay nima qilishini uni tilayman. Inshaalloh men Kanadaga bir yaqinda bir yo'lga chiqib qolar, uningga ba'zi bir izlanishlarimiz bo'layotdi. Agar shunday bo'lib qolsa, men albatta qarindoshlar bilan buni o'rtoqlashaman. Allah razı olsun. Bugünkü bu sohbetimiz Michel ayaklasa deb o'ylayman, chunki ciddi bir məsləhət bilan bu söhbətini qıldıq. Ola bu Taylanddakı qarindaşlarımızdınki keləcəyi ətisi üçün bütün dünyadakı Uyğurlar ciddi bir şəkildə mən oylayman ki, bütün dünyadakı Uyğurların gündən-günə oyğunayotqanlığını görəvatmı, bəlkə başqa qarindaşlar mes qılıbatqandı. Ola özlüyümüzün təşkilinib iqtisadi yığış fəaliyyətləri buladıdı. Şu qarindaşlarga qandaq qılımız dua qılaylı deganlar buladıdı. Çünkü bugünlerden WhatsApp torlarında kecha 2 rekat namaz okup şu qarindoshlarımizga dua qilayli degan faoliyatlar tashkil qiladi. Allah razı olsun. Dünya Uyghur Qurultayı bu ishga ciddi yaqindan ko'ngil bo'layotgan hamda asosli dunyodagi Uyg'urlarningki vakolatchisi bo'lgan bir cho'ng bir tashkilot hamda o'zininki bu ishni qilyotdi, qilishga majbur. Şu qilish bilan şu qurultay bo'la oladi. Biz Alloh xolisa bundan keyin har qanday bir ziddiyat, har qanday bir qarshilik, masalan, qarshilikmi yo'q aslında. Uni tashlab qo'yib, birlikda, umlikda harakatga o'tadigan bir vaqtimiz inshaalloh. Chunki bu Xitoy umumyuzlik hujum boshladi bu chet elga nisbatan. Masalan, bir kichikkin misol qilib, undan keyin so'zimni oyoqlashtirsam, ya'ni dunyoda Misr Uyg'urlarning nazarida eng bexatar rayondir. Mesela Türkiye siyasi faaliyet oldu, Avrupa siyasi faaliyet oldu. Hatta Japonya, Avustralya geldi mi? Biz Avustralya geldi mi kabul ettik bu siyasi faaliyet Xitay'a karşı edem yok mu dedik aynı zamanda. Ama şu yerlerden buldu. Ama Mısır'da Xitay'a karşı hiç kandak asasen ondak imkaniyet mi yok? Hükümet tolu almışı veya diktatör boğallık için. Ama Mısır'da turbatkan Uygurlarımız özünü bexatar hesaplaydı. Vatan küçük çıkıdığın talip oğuçlarımızın nail çıktı. Ama birinci bu Xitay kolunu tıkkan, Xitay'nın ziyankeşlik çıkan, Xitay hücum kılgan Mısır oldu. Demek ki bizim hesabımız başka olsa Allah'ın hesabı başka iken.
Doğru. Biz kalbimizde başka oylab жүрген bilen Allah bizni başka yerden sınap koydu ki. Şunun için bugün bütün Uygurlarınki beşiğe umumyüzlük bir böhran kelyapti. Yani chet eldeki Uygurlarınki xotirjam yaşamaslığı için Xitoy hozir bu tren poyez orqali butun dunyoni chitlatdi. Türkiye'ni hesapga alsak yoki mesela Abdülkadir Yapıcı hakimizningki turmada haqsiz yetishi ve onundan başka nurg'un gap bor bu yerda deb bo'lib bo'lmaydi. Masalan hozir Gollandiyadami ba'zan belediyelarninki shahar hukumatlarininki taxtasiga xitoycha xatlar yozilishga boshladi. Masalan Xitoy desa biroz yaqinchilik qilish degandek narsa Yevropaninki eng demokratik deyotgan kommunizmga, diktaturga qarshi bir davlatlarning oldida da'vo qilayotgan Gollandiyadek bir davlatdimi Xitoyga yiqilish kayfiyati shakllanyotidi. Demak, biz hammaylar xatar ichida deb o'ylayman, shaxsiy mening ko'z qarashim. Ya'ni bugundan boshlab, ya'ni diqqat bilan qadam ilib, hammaylar umlikda, birlikda bu kelajagimizni o'ylamasak, ertagün u Misrninki Turkiyaga, Turkiyaning avvali Gollandiyaga, Kanadaga, Amerikaga kelib qilishi mumkin. Chunki dunyo iqtisod bilan iqtisodni asos qilgan bir dunyo var. İnsanlıkni asos qilgan bir dunyo yo'q. İnsanlıkni asos qilgan faqat az bir qism insonlar va tashkilotlar bor. Biz zaten shu tashkilotlarninki nemisi bo'yicha ketyapmizgo. So'zimni qisqartsam, Alloh rozi bo'lsin. Eng oxirida sizninki qarindoshlar deydigan qisqa so'zlar bo'lsa, uni olgandan keyin programmani taqayman. Qarindoshlar deydigan gapim Uyg'urning davosini qilish bu yolg'iz milliy vazifa emas, diniy vazifa. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlarına en aziz yaratkanlığını aytadi. Demek ki Cenab-ı Allah bizni en aziz yarattı. Biz şu vatanda qarindoshlarimizni şu Cenab-ı Allah yaratgan şekilde en aziz şekliga ekilish uchun Xitoy hokimiyatini ag'dirib tashlashimiz to'g'ri keldi. Xitoylardan bu vatanimizni, bu muqaddas vatanimizni ming yildan beri azg'an ovozi yangragan bu aziz vatanimizni dinsiz munofiqlardan xoli qilishimiz to'g'ri keldi. Demek ki bu hem dini hem milliy vazifa. Bütün qarindoshlarning şu dini ve milliy vazifasini unutib qolmasligini, Misrdan kelgan qarindoshlarimiz bir darsini olganda, millat bo'lmasa, sen bir davlat kishinolmaysan. Yani biz Uyg'ur millati hur bo'lmay turib, başka yerdan umid kutamaymiz. Shunga bütün qarindoshlarning o'zining shu milliy va diniy vazifasini unutib qolmasligini, o'zining vataniga ega chiqishini, o'zining millatiga ega chiqishini so'rayman. Cenab-ı Allah hammamizga xotirjamlik nasib etsin. Bo'libmi Taylanddan qochgan shu aziz qarindoshlarimizga bir kun bo'ldi xotirjamlik bo'lishini nasib etsin. Shu arzu va tilaklarim bilan bütün bu programmada ko'rgan qarindoshlarga oliy salom va hurmatlarimni yo'llayman. Alloh razı olsun. Allah razı olsun. Bu Taylandki qarindoshlarimiz to'g'risida buningdan keyin ilgirlagan chaqlarda yana programma qilsak deb o'ylayman. Shuning agar nima bo'lsa bu muhojirlar masalasida programmamızın ayağını davamlaştırışqa sizninki vaqtlarını chiqarishlarini umid qilaman. Allohim o'zlaridan rozi bo'lsin. Alloh boshqa qarindoshlardan rozi bo'lsin bu programmani izlagan. Biz bu bir programmani qilish jarayonida nurg'unlagan jafolarni tortib to'g'ri kelgan qarindoshlar. Mehmet To'xtakimizmi hozir masalan degan saharda uydan chiqib ketgancha hozir uyga kiribla telefonni ichib jiddiy shaklda bu programma qatnashgan bo'ldi. Shunga texmi ko'p qarindoshlarimizning bu programmani izlashiga vasıta bo'lish uchun ham bahrilash ko'nikisini besib, texmi ko'p qarindoshlarimizni foydalanishiga, manfaatlanishiga hammalarniki bir kishilik hissanlarni qo'shishni umid qilaman. Hammalarga Alloh rozi bo'lsin. Yana bir qatimliq programmada ko'rishishga aman bo'linglar. Allohga emanet. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xo'sh, Allohga emanet.